Assalomu alaykum. Dunyoning arkadaşlar, muhterem vatandaşlar. Hammalarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Fidoyilar ekraniga xush keldinglar. Bugun diqqatingizga Mavlon Yasin afandining taqdim qilishida yana bir muhim tema dollarninki xalqaro pul muomala obodida vositalik pulga qanday aylanganligi, Amerika, G'arb va Xitoy savdo munosabatlarininki qanday ketayotganligi, Xitoyning hozirgi ahvoli qatorliq çatma bir analizi programımızda diqqatingizga sunduğan bulduk. Mevlana Yasin Efendi mazar kadar köp taraflı bir izleniş ilip duruyotidi. Bugungi temaningmi başqa ilgirki taqdim qilgan programmalardek hammalarga manfaatdor bo'lishini umid qilamiz. Do'stlarga tavsiya qilib qo'yg'aysizlar, biroz ilgari boshlasak ekranda uzilishlar ketib. Mevlana Yasin Efendininki internetda üzülüş boğulluğu sebeplerden kayıt başlaş doğru geldi. Nesipkin bugün yeni başlattık. Mevlana hoş geldin. Ya hoş geldik. Ama nak başlayan vaxtında bu internet üzülüp gitti. Yolda keçip olduk da. Ya buldu. Hazırlığı ama dünyada torların içindeki en kızlıkarlık söhbet nimbu kitip vardı o deyseniz. Yani Suriye'deki Korallı harbiylanışı bu dünyadaki adı Uygurlanışıdaki. Suriye'deki. Evet, şu bu kitap vardı o adı bir mezgil. Karasam bununla muşu çoğun ekranı çıkıp sözlügeller. Ben anlığallar. 15 adam bak. Mesela Germaniyadaki yazgıcı Abdurrahim Canilto, Nuri Musabay, Dünya Uygur Koru'nun stratejisi Erkin, o İlşat Esen, öyle sürgün hükümetinin burunki reisi Osmancan, Gulam, Halık reisi Memtmin Ala, Salih Hudayyar, Rabim Dem, onun diken istiklal torlarda şunda cihademler bunu sözle ketipti de. Bu sözlümege adamlar kulak kesoktu. WhatsApp gruplarını mı bu kelkün kelgende WhatsApp gruplarını bu biskit. Yani bu temin nimancılar kızlıkarlık olup gitti deysem ben oysam akça iki sebeptir. Bir koral tutkan Uygurlarına çıktığını hem Nurgullarını ilhamlandırdı, gaylarını hangtan kaldırıp koydu ya çıkıp sözlegende onun gayları 5.000 Uygurba, 3.000 Uygurba deydi. Hiç kalsa bir konkret emeli hüccet yok. Yani ikincisi bunu hem adam sözlerle etkende kegen hıyaldık hem nesli hıyaldı kegen hıyalların hakikat kıp hem adamın sözleydiğen tema ki. Bu adı şu için matematikten küçük ama yütkülüp başka birinden küçük anlamlar devam ediyor. Bu tırnaşımda ama bu nimede en mühim bir adam. Emniyette muş Suriye'deki Uygurlar bilen münasebeti var. Kin Amerika hükümeti mi bunu alayiden çağırıp ekip söhbet kılan bir mühim adam ekranga tek çıkmadı. Şu adamı siz ekranga çağırdın. Seyit Tumtürk. Asla bu doğruluk en mükemmel sözleydiği adam şu. Şu askerler bilen münasebeti var. Amerika hükümeti alayiden bir yere ekip bunu üzüp pul ekilip işk yaptı tuğulup ketken. En mühim adam şu. Şu adam tek çıkıp sökülmedi. Ben teklif koyayım. Siz ekranga Seyit Tumtürk'ün teklif kılın. O doğruluk sözledi. Ben hazır anlığa adam ekranı çıkıp ekranı çıkan adam 15 adam buldu sözlüğünü. Moşa Suriye kuralla koşun doğrulukta. Onun diken ben özlemdeki mavu ekranındaki söhbetlerimde nurgun ıslahat yürgüzüp verdim. Buralar deslep çıkanda ben Amerika, Avrupa, Oturki halkalar vaziyetlerimi cık sözlettim. Hazır bularını taşıdım. Çünkü bunu sözlevatkan torlarımı bek köpeyip etti. Künde nemiş oluvatıdı, neme kılıvatıdı, palançı ketdi, Amerika mantak deydi, Gırman degen. Mesela bunu sözlevatkanlar, ben kolamda karab baksam, Uygur TV baylağı karakaş adamdan kılgan. İstiklal, kündi gidek sözleydi. Erkin Asiya radyostan sözleydi. Erkin Asiya radyostansınınki başkalar kargan olana program cık çekinip gitti. Sıdık Hacım mı her hafta sözleydi. Erkin Sıdık mı sözleydi bunu nöbetki vaziyeti o da. Sözleydiğen onunkilik sürgün hükümetinden tori. Udundu mu şunda sözleydi. Bu gündelik vaziyetini sözleydiğen adamlar bek köpüp gitti. Şunun için ben bunda timalardan üzerine apkıçıp bu münasebet bula iyilik bu vaziyetle Amerika, Avrupa halk oturup vaziyetine mayit emez. Bular sap haletle.
Muayyen iqtisod. İqtisadni so'zlamak men bugun so'zlayman. Bundaq temalarni so'zlamak biroz tez ham anglag'uchilarmi o'ngay zeriqib qoldi nurg'unlar. Alada qiziqarli emas, tuyulmaydi, ming bir kechining hikoyalari emas bu. Shuning uchun shunda bo'lsa imkoniyat bor. Mushuni anglab chiqsanglar bir nima o'rganasizlar. Ammo bugungi ma tema pulga munosabatli tema ekan bu. Pul, otishmalar. Yangi chiqimda manchi pul bor deb bir uxlab qolsa, ya tushib ketgan, ya o'sib ketgan, nima bo'lganda bu ishlab yankinsizlab yo'tisiga urib, oson bo'pti ekan, sasan bo'pti ekan deb kashatlab yuradigan insonlar bugungi temani bir ko'rib etsa, shamolni baldiroq ko'radigan, oftobni baldiroq his qiladigan bo'ladi ekan deb his qildim men. Shu iqtisod sohasida men chunki har qanday shaxsiynimi to'ng so'zlaydigan iqtisod. Davlatni Amerikani dunyoda gurgur qilayotgan uning dollari. Har qanday davlatni cho'ngaytirgan Avstraliya 6 million odam bilan 150 million arabni vatlarga chiqarib yutib Yahudilarning iqtisodi, Amerikaning iqtisodini shular mang'uzdi. Bu da urushdilar Amerika ular bergan yordam, urushda 30 milliard deyishib ketdi. Bikaga berayotgan yordam. Qaysi bergan yordam 100 milliarddan ortiq. Bir de bunda iqtisodni oldida hech kim bardosh berolmaydi. Shuning uchun men bu so'zda imkoniyat bor. Endi bu iqtisod sohasida so'zlasangiz nurg'un yerlar yama abstrakt. Endi oshini qandoq qilib ommaviy dehqon zag'ir tilga aylantirib so'zlashga tirishima. Shunda olsa gayvoqlarda yana nurg'un kasbiy atalg'ularga duch keladigan imkoniyat bor. Mushu jarayonda buni emas nurg'un iqtisod sohasidagi atalg'ularning ma'nosini tushuntirib o'tib ketishga tirishima. Shuning uchun buni chatma deb oldim. Chunki g'ulchilarda chaqchaqni naq so'rinda bo'lgan yumor emas. Tavakkul qilgan chaqchaqni chatma chaqchaq deydi. Chunki uningki bir temasi yo'q. Bir mushtaqlik qilmaydi. Ma'lum har bir chaqchaqda necha xil mazmunlar bo'ldi. Shunga men mush Amerika, Yevropa va mushu o'tirki hozir eng mohiyatli iqtisodiy masalalarni tanlab chiqib, shularni analiz qilib, shular ustida to'xtashga men tirishima. Shuning uchun anglanglar. Anglat. Men shuni eng mushu so'zlagan vaqtdan men deyman, boshlang'ich bolalar, maktabni bitmagan bolalarni nishon qilib turib tayyorlik qilaman, shularni anglab tushunsin deb. Anglasanglar birini o'rgansizlar. Ben yani o'xshash kirish so'zdan so'zlay. Bugun kirish so'zda Amerika dollari qandoq qilib dunyo zapas pulga aylandi. Hozir hamma odam dollar saqlayman deydi. Hamma davlat dollar saqlayman deydi. To'g'rimi? Bizmi shaxsiy bo'lsa dollar saqlay. Yevropaliklar yevro dunyoda ikkinchi cho'ng bo'lsa, boylar yana dollar saqlaydi. Bunun tarixini kichkam tushunib o'tish to'g'ri keldi. 1944-yili 7-oyda ikkinchi dunyo urush oxirlashib, Germaniya yetakchiligidagi ittifoqdosh davlatlarning mag'lub bo'lishi aniq bo'ldi. Amerika 44 ittifoqdosh davlatlarning, Amerikaning ittifoqdoshlarini deyapmiz. Masalan, Angliya, Yaponiya, Rossiya shuqlardiki. Amerika 44 ittifoqdosh davlatlarning vakillarini Amerikaning New Hampshire shtatini Bretton Woods bog'chilikdagi bir mehmonxonasiga yig'in echib, bu yig'inda har qaysi davlatlar pul muomala siyosatida ba'zi kelishimlarni hosil qiladi. Bu hujjatlarni Bretton Woods kelishmasi, Bretton Woods Agreements deb ataydi. Bu yig'inda dunyo iqtisodiga cho'nqur ta'sir ko'rsatadigan ikki tashkilot qurildi. Birisi xalqaro pul fondi tashkiloti. Buni inglizchada International Monetary Fund deydi. Qisqartmasi IMF deb ataydi. Buni har qanday yerda xalqaro dollar kundagidek anglaydigan atalg'u. Ikkinchisi xalqaro gullantirish taraqqiyot bankasi. Buni inglizchada International Bank for Reconstruction and Development deydi. Bu hozirgi Dunyo bankasining oldingi qismi. Dunyo bankasi mushuningdan kelgan. Bu ikki tashkilotning ismi xalqaro sahnada doim paydo bo'ldi. Dunyo iqtisodida muhim rol o'ynaydi.
Bu ikki tashkilotni tushunib o'tib ketaylik. Biri xalqaro pul fondi tashkiloti, qisqartmasi IMF. Bo'lsa Birlashgan Davlatlar Tashkilotining asosliq pul muomala organi. Shundaqla 190 hozir qadar 190 a'zo davlat mablag' solgan xalqaro pul muomala organi. Uning bosh shtabi Amerikaning Washingtonda. Vazifasi, bu tashkilotning vazifasi dunyo iqtisodining sijil ishi va gullanishiga yordam berish. Pul muomala muqimligini ilgari surish, xalqaro savdoni rag'batlantirish, dunyoning har qaysi joylaridagi nomrodlikni azaytish. Mana bu tashkilotning vazifasi. Bu tashkilot yana dunyo iqtisodiy, xalqaro savdo va dunyo iqtisodiga munosabatlik zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni to'playdi ham iqtisodiy mo'ljar bilan ta'minlaydi. Har qanday niyatda avval uchur to'playmiz, to'g'rimi? Bu dunyo iqtisodiy uchurni eng jiq to'playdigan yer shu. Ham ashni qarabdi, bu dunyo iqtisodiga mo'ljar berdi. Bu tashkilotning eng muhim funksiyasining biri, rolining biri iqtisodiy krizisga duch kelgan davlatlarga pul muomala krizisining oldini olish yoki azaytish uchun qarz berdi. Qay davlatlar kriz oldi kelib qolganda, ashni qutuldirish uchun bu tashkilot shularga pul berdi, qarz berdi. Bu tashkilot, bu bank emas, bu tashkilot pulni a'zo davlatlarning normasi va mushtari haqqi orqali yig'idi. Bu yig'ish davlatlarning iqtisodining ko'lamini asos qiladi. Amerika dunyodagi eng chong iqtisodiy gavda bo'lg'achqa to'kisi eng chong davlatga aylandi. Amerika bu tashkilotga jami 155 milliard dollar bergan. Shuning uchun Amerika bu tashkilotning qarorlariga rad qilish huquqi bor. Veto power degan bor. Mursi hokimiyatni Misrda hokimiyatni olgan chog'da qarz ololmagan, mushyadan ololmaganmi qarzni? Emasmi? Ya bu yerda emas, natijada oldi, bu bir muhim yer. Mesela nurg'un jazolan bu muhim yer. Mesela olamaysa Rossiya olamay, Rossiyani cheklab etdi. Siz a'zo bo'lsangiz-mu, bu davlat cheklab yetalaydi sizga. Xitoymi buning a'zosi Xitoyning dastlabki taraqqiyotida intayin jiq pul bergan bu. Xitoyning taraqqiyotiga. Xitoy eng jiq foydalangan yerning birisi ekanda. Eng jiq foydalangan birisi. Xitoyga haqsiz berib atgan pul bor. Uningdan boshqa milliard pullarni o'simsiz bergan. O'simsiz pul degan bekorga bergan pulda. Hozir ishga birisi 100 ming dollarni o'simsiz bermas, ilib hajlayverib 5 yildan, to'g'rimi? Uni bankka qo'yib qo'ysak, uni o'simini o'zimiz hajlaymiz. Shu o'simsiz bergan. Bu biri. Ikkinchisi Dunyo bankasi. Dunyo bankasi xalqaroda. Bu bankning taraqqiy qilayotgan davlatlarga iqtisodiy yordam va maslahat beradigan xalqaro tashkilot. Bu bank emas, nomini bank ishlatgan bilan bu bank emas. Birinchi, bu tashkilotning asosiy 5 rol bor. Birinchi, taraqqiy qilmagan davlatlarga tuvan o'simlik yoki o'simsiz qarz pul berib, iqtisod va turmush saviyasini o'stirdi. Afrikadagi nurg'un davlatlarga gaylarga berib o'tdi, gaylarga o'simsiz berdi. Eng muhim yeri bu. Ikkinchi, dunyo masalalarini hal qilish va nomrodlikni azaytishga chora tadbir qo'llandi. Uchinchi, ma'rif, suv, tok, kasalliklarning oldini olish, muhit asrash qatorliq turlarni qo'llaydi va yor-yo'lak bo'ldi. Masalan, oldin Xitoy virusning oldini olish, ashta viruslarni butun tadqiqot qilishda mushu tashkilot intayin chong rol o'ynaydi. Donald Trump bundan chiqib ketimiz deb turib bordi. Buni beraveramdiq bizda. To'rtinchi, taraqqiy qilayotgan va yangidan gullanayotgan davlatlarga turlar iqtisodiy maslahat berdi. Masalan, yangidan gullanayotgan sen maishni qilsan, mandaq yordam pul qarz berib turmiz deb ularning rivojlanishiga yordam maslahat berdi. Buningdagi odamlar nihoyat tajribali odamlar, shuning uchun bularning maslahatlarining nihoyat ahamiyati cho'ng. Beshinchi, taraqqiy qilayotgan davlatlarga
davlatlarga chet el mablag'ining bevosita mablag' silishiga ilhom berdi. Bir davlat tez, masalan, Xitoy tez taraqqib ketganda mushu davlat butun dunyoni Xitoyga mablag' silinglar deb hammani qilib Xitoylarga milliard trillion dollar mablag' silib Xitoyning iqtisodini ko'tarib etgan. Dünya Bankası banka degan ismni ishlatgan bilan u banka emas, balki bir tashkilot. Shunga uning moliyasini an'anaviy pul muomala aparatlari bilan silishtirib bo'lmaydi. Uni banka bilan o'xshash silishtirgan bo'lmaydi. Dünya Bankası boy davlatlardan va zoyum tarqitish orqali qarzli aksiyalardan mablag' yig'di. Amerika eng chong mablag' bergan davlat. Bir davlat Dünya Bankasıga kirishdan burun cho'qim yuqorida so'zlab o'tgan xalqaro pul fondi tashkilotiga qatnashishi kerak. Gerçi Dünya Bankası bilan xalqaro pul fondi tashkilotining nishoni o'xshash bo'lmasmi, yana ozroq farqi bor. Dünya Bankası asosligi yangidan gullanayotgan davlatlarni qarz bilan ta'minlashni asos qiladi. Xalqaro pul fondi tashkiloti qarz krizisini azaytishga maqsad qildi. Bir davlat qarzi bo'lib, davlat krizis oldida qolganda ularga yordam berdi. Endi topikimizni davomlashtiraylik. Buningdan boshqa bu yig'in yuqori so'zlab o'tgan Bretton Woods yig'ini dollarni dunyo zapas puli qilib bekitdi. Her qaysi davlatlarning puli dollar bilan bog'lanadi va dollar bilan oltin bog'lanadi. Har qanday davlat shu vaqtda pul qilsa, bevosita dollar bilan, uningdan bura hammasi o'zaro qiladi, dollar bilan bog'laydi. Endi dollarni oltin bilan bog'laydi. Yana 35 dollar bir unsiya degani kirib baqsam 4,82 gram ki. 35 dollar bir unsiya oltinga teng qilib bekitdi. Bu xil dünya pulini birlik ekeldi degan gapda bu xil muqim pervod nisbati sistemasi ikkinchi dunyo urushi oxirlashgan dastlabki mezgilda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro savdoning taraqqiyoti va dunyo iqtisodining o'sishini ilgari surdi. Lekin buning Amerika iqtisodiga pasif ta'siri bo'ladi. Bir davlatning puli xalqaro zapas pulga aylanganda o'z davlatining pul siyosati bilan dunyo pul siyosati o'rtasida jiddiy munosabat keltirib chiqib turdi. Albatta shunda bo'ldi. Amerika sening pulingni bahosini bekitgandan keyin bu dunyodikilar mandira qilib, meniki jiqira qilib, unda qilib deydi. Shuni bilan bu ziddiyat kuchaydi. Xalqaro savdoda oltin bilan savdo qiladigan holat paydo bo'ldi. Bunun bo'lgandan keyin xalqaro dollar bo'lgandan keyin hammasi men senda olam dem, hamsi menga 200 kilo dollar oltin ketdi deb 200 kilo dollar berib, dollar bilan savdo qiladigan bo'ldi. Bunun bilan har qaysi davlatlar markaziy bankalarni bas-basda qo'lidagi dollarni oltinga almashtirib, oltinni talishib, setib olish to'lqini qo'zg'alib ketdi. 1960-yillari Amerikaning chiqimi kirimidan ko'p bo'lib ketdi. Buning sababidan Amerikaning chiqimi kirimidan ko'p bo'lib ketdi. Buning natijasida Amerikaning oltin zapasi tadrijiy ozaydi. 1971-yili 8-oyning 15-kuni Amerika prezidenti Richard Nixon dollar kursini tushirganligini va dollar bilan oltinning bog'lanishini to'xtatganligini jakarlaydi. Ayirib etdi. Dollaring dollar, oltinim oltin deb. Shu yili 12-oyda Belgiya, Kanada, Fransiya, Germaniya, İtalya, Yaponiya, Gollandiya, Shvetsiya, Angliya va Amerika 10 davlat guruhi bir qadar kengayish orqali Smithsonian kelishmasini, inglizcha Smithsonian Agreement deydi, kelishmasini hosil qilib dollarning kursi tushganligini jakarlaydi. Bir unsiya oltin 35 dollardan 38 dollarga tengshiladi. 1972-yili oldi bilan Angliya bu kelishimdan chekinib chiqib ketdi. 1973-yil 2-oyda dollarning qiymati 2-chi qatim tushdi. Orqadanla Yaponiya va G'arb Yevropadagi
G'arbiy Yevropadagi 6 davlat bas-basda muqim periyod nisbiy sistemidan chekinib chiqib ketadi. Oltindan chekin bu shuningdan keyin dunyodagi asosli pul umumyuzlik erkin laylab turgan davrga qadam qo'ydi. Hozirgi pullarning erkin laylab yurishi mushundan boshlangan. Hozir dollar kundalik periyod taxtasi qarsangiz bu dollarning har pullarni o'zgarib turgan. Sizning masalan Gollandiyaning pulini nima deysizlar? Yevro. Yevro bilan dollarning farqlari mushta o'zgarib turdi. Buni Turkiyaga borsangiz buni ajoyib his qilsizki, Turkiyada ko'chada dollarni Dövizde. ha? Dövizde. Ma punkt ne almashtirgan ya bilan almashtirgan ya o'xshamaydi ekan. Shunday farqlanib ketgan Turkiyada uningki. Turkiyadagi nurg'unlarni bir tiyin bo'lsa ortiq olmasa, ko'chani u boshdan u boshqa minib chiqib, qaysi jiqroq bas shuning almashitgan Turkiyada bundaq pulni chaqqan almashtirgan ya erkin ya oz uchraydi dedim. Amerika masalan bir punktda pul mushunda degan bo'lsa, butun Amerikada shu tugdi. Masalan, sizlar Gollandiyaga borsangizmi, Gollandiyada har kuni dollarning farqi mana shu degan bo'lsangiz, butun Gollandiyaga berib turgan o'xshash Yevropa. O'xshamaydi ekan. O'sha Sulton Ahmad bilan mushu menga peliqqa bir taklif makama degan Uyg'ur oshxona bor. Ashaga borg'ich 6-7 tashda pul almashtirgan yer bor ekan. Bir-birisi bilan bir tiyin bo'lsa, 12 tiyin bo'lsa o'xshamaydi ekan. Almış laylab turgan pul shundan keyin boshlandi. Ya'ni shu express olab turishini laylab turishi deb laylab turishi floating deydi. Laylab turishi deb ataymiz. Men ashta deb oldim. Inglizcha floating dengizdan doq laylaysiz-ku, paraxodda shuningdan olgan. 1973 ayning 6-kundan 10-ayning 23-kunigacha 4-qitimliq O'rta Sharqda urush portlaydi. Misr bilan Suriya Yahudilarning gunoyini yuvish kunida Yahudilar uni Yom Kippur deydi, urush qo'zg'aydi shu bayramida. Isroiliyaning bayram mazgilida hushyorligi bir oz bo'sh bo'lg'achqa urushning dastlabki mazgilida Misr Suriya ittifoqi ustunlikni oladi. Lekin Isroiliya darhol safarbarlik qilib va qaytarma hujumga o'tadi. Albatta, Amerikaning yordami bilan Angliyaning yordami bilan bu qilolmaydi. Qaytarma hujumga o'tadi va Misr Suriya ziminiga hujum qiladi. BDTning murassa qilishi bilan urushga ikki taraf urush to'xtatishni ishga oshirdi. Bu urushda Isroiliyani qo'lgan g'arb ellardan 3 yil uchun Saudiya Arabiston boshchiligidagi Arab nefot eksport qilguvchi davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar birlikda Kanada, Yaponiya, Gollandiya, Angliya va Amerikaga neft embargosini man'iy qilishni yo'lga qo'yilganligini jakarlaydi. Shu vaqtda masalan Gollandiyadagi shahar boshliqlari velosipedni tushib qolgan. Bu jarayonda dunyo neft bahosi 3 hassa o'rlab, har to'ning bahosi $3 $12 o'rlaydi. Dunyo siyosiy va iqtisodga zo'r ta'sir ko'rsatdi bu arablar. O arablar tunji hayotida birinchi qatim neftni qoral qilib turib, dunyoga ta'sir ko'rsatgan vaqtda uningdan yo'qaydi. Arablar mushundan foydalanib neft bahosini o'stirib oladi. Zo'r o'stirib oladi. Neft eksporti cheklash oxirlashgandan keyin neft bahosining shiddatni o'rlab ketishi bilan Saudiya Arabiston zo'r miqdordagi tashqi periyod foiziga erishdi. Tuyuqsiz, masalan, xuddi siz bilan mening ikkimizning qo'liga tuyuqsizlar masalan necha milliard pul tushib qolgandek bo'ladi. Nima qilishni tufqamay qolsizda? Saudiya Arabiston bu boylikdan foydalanib sanoatlashtirishni orzu qiladi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika Saudiya Arabiston bilan bo'lgan hamkorlik munosabatini kuchaytirishni umid qiladi. Buning orqali Amerika bir tarafdan muqim neft bilan ta'minlashga erishishni, g'arbning muqim neft bilan ta'minlashga erishishni, yana bir tarafdan Saudiya Arabistonning Amerikaning zoyumini setib olishni umid qiladi. Zo'r pul bo'ldi-da. Bizga neftni embargo qilma, biz sanoatga doim bizga kirib tursin deydi. Uni hech qanday cheklanib qilma deydi. Unga shunchalar jiq pulim bor ekan, bu pulni nega qo'ysa?
bu pulun leylipti bizninki devletninki zayımını algan. Çünkü Amerika devletinin zayımı en turaklık. Bir ziyan uçurmaydı, tacavuzga uçurmaydı. Ağınday setivilişini nimini Amerika devlet seti ümit qilib 1974-yili 6-8 kuni Amerika devlet katibi Kissinger hammamiz bilamiz Xitoy bilan Amerikaning munosabatini o'ngishgan odam shu. Kissinger bilan ayni chog'dagi Saudiya Arabiston ikkinchi muavin bosh vaziri Fahid bin Abdulaziz birlikda bir qo'shma bayonot imzolaydi. Bu imzanın məqsədi iki dövlətin iqtisadi, savdo və texnika cəhətlərdəki həmkarlığını ortaq tirişib ilgiri sürüş. Bunundan başqa iki tərəf yana bir məxfi kelişim imzalaydı. Bu kelişim boyunca Amerika Saudiya Arabistonga hərbi yardım beriş və qural yaraq bilan təminləşə vədə berdi. Saudiya Arabiston nefit setiş kirimini Amerika'nın zayımıga meblağ silişqa vədə berdi. Bu kelişim boyunca dollar neftinin hesaplaş pulu qılıb bekitildi. Hem de OPEC'nin başka a'za devletlerinin maqullaşıga erişdi. Altında arıyıtıdır. Lekin sen her qanday neft alsan fakat dollar bilan alsa deydi. Şunun bilan dollarni ana pulu qandikin dünya neftini Amerika kontrol qildi. OPEC degan İngilizce Organization of Petroleum Exporting Country deydi. Neft devletleri. Bu İran, Irak, Kuveyt, Saudi Arabiston, Venezuela, Liviya, Arab Birleşmiş Xalqligi qatorliq 12 davlatdan tarkib topgan tashkilotni OPEC deydi. Doim anglab. Hozirgi olimlarning mo'ljallashicha dunyodagi isbotlangan neft zapasının 79,5%, 80%ni mush OPEC davlatlariga joylashgan. O'rta Sharq o'zila OPEC umumiy zapasının 67,2%ni egallaydi. Mana aytsam, O'rta Sharq o'zila dunyo neftining 67-68%ni egallaydi. Bu kelişim neticesinde nefit bilan dollar zich bağlandı. Xalqarada nefit savdosi qiladigan iqtisodiy gavdalar cho'qim dollar bo'lishi shart bo'ladi. Bunun bilan dollar tabiiy dunyo tashqi periyod zapas puliga aylandi. Bu kelishim 50 yıllık muddatla imzalangan. Bultur, yani 2024-yil 6-ayning 9 kuni Saudiya Arabiston bilan Amerika bu kelishimga davomli imzolamadı. Saudiya Arabiston bu kelishimdan azat bo'ldi. Bu kelishim hozir hech kimni bog'lamaydi. Saudiya Arabiston boshqa pullarga neft setishni o'ylashyapti. Amerika yana 50 yil imzolaydi deb Amerika Saudiya Arabistonga besim ishlatmayapti. Hozir Hamas bilan Isroiliya urush oxirlashgandan keyin Amerika bilan Saudiya Arabiston yangi hamkorlik kelishimga imzo qo'yishi mumkin. Saudiya Arabiston Saudiya Arabistonning qo'g'dayotgani Amerika, okay? Saudiya Arabistonda Amerikaning bir diviziya askari bor, eng kuchli bir diviziya askari bor. Shunda Saudiya Arabiston neftni Amerikaning strategiyasi qo'g'dayotdi. Shuning uchun Amerika g'arb bu Arabiston o'qu degan bilan Amerikadan ayrilamaydi. Amerikadan ayrilib ketsa dollar vayron bo'ldi, iqtisod vayron bo'ldi. Shuning uchun Amerika chin esolgan yeri shu. Dollarga tayin maslikning yo'lini izlash Rossiya, Xitoy, Iran qatorliq nurg'un davlatlarning muhim siyosatiga aylanadi. Qanday qilib shu nollardan arablarni biz o'zimizning pulni olaylik, xalq pulni olaylik, minglar deyotdi. Lekin xalq pulni qanday olasiz? Masalan, bugun xalq pulni oldingiz. $1 870 tiyindan Arabiston 1000 xalq pulini ilib olsa, xalq puli $1 9'ga chiqib ketsa, Arabiston 1000 pul degan tortadi. Dunyoda bir muqim ketib qolgan pul oldiroq egilpas bo'lsa-mu o'zgarmay, ham davlat kuchi bor saqab qolgan pul shu dollar. Chunki Arabiston yani o'zining qimmatini davolatmay, egilpas qilib etmay turarlıq halat tutub turarlığanlıq tüpeylidirler Amerika dollari bugün kimi şu vasıtçılık pul sahasida putrab turibdi da.
Endi bir davlatning qarang, sizning pulingiz dunyodagi ashundaq bo'lish uchun biri sizning dunyodagi eng qudratli harbiyingiz bor, harbiy kuchingiz bo'lishi kerak. Ikkinchi sizning dunyodagi eng ilg'or, eng muarifing'iz bo'lishi kerak. Uchinchi sizning dunyodagi eng qudratli ilm fan tadqiqotingiz bo'ladi. Dunyodagi ilm fan tadqiqot cho'ng shirkatlarning hammasi Amerikada. To'rtinchi dunyodagi butun iqtidorli odamlarni o'zingizga yig'ib akilashingiz kerak. Har qanday yuqorida deyilgan 4 turlik omil pulning muqim turishiga ta'sir ko'rsatadigan omilmi? Albatta, mushlar bir davlatning qudratligini saqlaydi. Bir davlatning iqtisodiy davomli rivojlanishiga ilgari suradi. Mushu bo'lganda, mushu yuqori muarif, ilg'or muarif siz davlatningki odamni yetishtirib chiqadi. Ilm fan eng cho'ng lab tajribaxonlar bularning butun nimasini keltirib chiqib turdi, butun sizning yangilikni akab turdi. Anashqada dunyodagi yumshoq detal bo'lsin, Google mush dunyodagi hamma narsa Amerikaning qo'lida. Masalan, sizlar tuanda so'zlab o'timiz, yana Norvegiyada chipni kesadigan mashina. Aşı masinaning yumshoq detal Amerikaning qo'lida. Amerika dunyoning nurg'un yerlarda qattiq detallar bor, zavodlar bor. Koreyada masalan zavod bor, Tayvan chipni ishlaydi. Bularning yumshoq detalini Amerika ishlaydi. Muşlar Amerika'nın dünyanın hammasini Amerika'da ayrılamaz qilib qo'ydi. Bu Amerika'nın iqtisodini mutqidi. Uningdagi Amerika'ningki oltini, bir Amerika'nın oltini qolgan dunyodagi nurg'un davlatlarning oltinining yig'indisidan ko'p. Tuanda uni tushuntirib o'tdim. 2024-yil 5-12-yilda ochilgan Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqida a'zo 10 davlat 42 navbatlik boshliqlar yig'inga qatnashgan davlatlar iqtisodiy savdo jarayonida yerlik pulni ishlatishni kengaytib, dollarga bo'lgan tayinlashni azaytishni qaror qildi. O'zaro biz pulimizni ishlataylik dedi. 2024-yil 10-oyda ochilgan oltin kesak davlatlari boshliqlar yig'inda oltin kesak pulini yo'lga qo'yish mumkinchiligini o'ylashyapti. Davlatlar 42 davlat Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga endi biz o'zaro o'zimizni pulni ishlataylik. Lekin ular yana men burun so'zlab o'tgan o'tamadim. Darul masalanga bir Xitoy bilan Rossiya o'zining pulini almashtirsa, mening bir yuan xalq pulim seninki qanchalik rublingga teng keladi. Aşın bitişemedi. Qanday bitishsiz? Uni bitishamaysiz. Uni cho'qim shu kundagi xalq puli qanchalik dollarga teng, sening Rossiya puling qanchalik dollarga teng, shu orqali hisoblaydi. Rubl masalan yevromi eng oxir bir davlatlar bilan masalan yevro emas davlatlar bilan selishganda masalan Turkiyalar bilan selishganda qanday qildi? Shu kuni 1 yevro qanchalik dollarga teng, Turkiyaning bir lirasi qanchalik dollarga teng, shu orqali hisoblanadi. Bu dunyo pulini hisobining asosiy o'lcham dollar bo'ldi. Avu Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi degan Brunei, Kambodja, Indoneziya, Laos, Malayziya, Filippin, Singapur, Tayland, Myanmar, Vietnam bularni deydi. Ondaki oltin kesak davlatlari hozir xeyli ko'paydi. Burun 5'ti hozir Braziliya, Rossiya, Indiya, Xitoy, Janubiy Afrika, İran, Misr, Etiopiya va Birlashma Arab Xalqligi. Bular oltin kesak. Bular endi biz yevro qilmay, xuddi yevro, sizlar ishlatinglar Yevropada o'rtaq bir tutinglarga xajlaydigan. Bular bizni o'zimiz bir o'rtaq pul qilaylik, o'zaro ishlatadigan deb, mana biz hammamiz iqtisodni kuchaytirsak kuchli bo'ladi deydi. Lekin buningga qilman desam uzun yillar ketadi. Savdo sohasida dollarga raqobat qiladigan bir pul texi yo'q. Dollar dunyo savdosida o'rtaq pul bo'lib ishlatib kelyotdi. Ko'p sondagi neft savdosi dollar bilan ilib beriladi. Amerika aslida dunyodagi eng chong iqtisodiy gavda, shundaqla siyosiy va iqtisodiy muqim davlat. Siz muqim bo'lsangiz bo'ldi iqtisodiy siyosatda. Masalan, Yevropadagi butun davlat birinchi, ikkinchi dunyo urushi zo'r bulantalarga uchirdi.
O'rta Osiyodagi Iroq, Suriya, mushlarning hammasining davlat hozir urushi bulang-talang uchir muqimligi yo'q. İranның muqimi yo'q. Hozir dunyo hamma boy pulni qilganda, har qanday boylar pul qo'yganda pulini bir muqim yerga qo'yishni o'ylaydi. U ne? Amerika dollari. Ba'zi davlatlar Amerika dollaridan ayrilish yoki dollarga tayinib olishni, azaytishni maqsad qiladi. Lekin dollar yanıla dunyo savdosi uchun intayin muhim hamda keng ko'lamda saqlaydigan zapas pul. Kaç Afrika'daki 10 davlatlar qilay degan bilan boylar qarasangiz hammasi dollar chiqadi. Yaqinki kelgusida Amerika dollari tushib ketadi degan mo'ljarlashlarning turaqliq asosi yo'q. Bu xil o'zgarish butun dunyoning dollarni markaz qilgan xalqaro pul sistemasini o'zgartishni talab qildi. Bu agar hamma odam qilmasa butun dollarning bu har davlatlarning sistemi zo'r sistem, yumshoq detal, qattiq detal, bank sistem butunlay o'zgartish to'g'ri keldi. Bu unda oson ish emas. Ufqda, men hech bo'lmagan mening chig'imda ufqda hech qanday almashtiradigan narsa dollarning o'rniga almashtiradigan narsani ko'rolmaydi. Ben ko'raman. Hozirgacha hech qanday bu yo'q. Kirish so'zi mushning bilan anglanasiz. Men tuvandagi masalalar bir-birlariga ulashgan emas. Men mushu Amerika, Yevropa, Xitoy o'tirgan iqtisoddagi masalalar amaliyotda dunyo iqtisodiga eng chong ta'sir ko'rsatayotgan mushu masalalar ustida bir-birlab çatma shaklda to'xtab o'tib ketay. Birinchi bo'lim bugun so'zlamoqchi bo'lgan Xitoydagi nachar qarz, Xitoy moliya, pul muomala krizisini texmi keskinlashtirib bordi. Endi avvalman nachar qarz deganni so'zlab o'tib ketaylik. Doim anglaysizlar, inglizcha not performing loan deydi, Xitoycha bullion deydi. Shuning uchun buni tushunib o'tsanglar, dunyodagi nachar qarz deganga bekto'li anglaysizlar bu gapni. Nachar qarz degan qarali o'tib ketgan qarz va turib qolgan qarzning umumiy atalg'usi. Bu to'xtab turing, men birini kelib qoldi. Umumiy ikkisining o'sha qarali o'tib ketgan qarz va turib qolgan qarzning ikkisini birlashtirib nachar qarz deydi. Buning ichida qarali o'tib ketgan qarz degan qarzni elish to'xtamida tutishgan vaqti to'shqanda qaytara olmagan qarz. Masalan, men sizdan 10 ming dollar oldim. 10 ming dollar ilib pidayevga men sana mushni 6-cı aygacha to'lab berman deb, lekin 6-cı ay to'lamasam, bu qarali o'tib ketgan qarzni ko'rdi. Turib qolgan qarz degancha bo'lsa, qarzni pulni vaqtda o'tib ketgan yoki hamma o'xshamaydigan voqe o'tib ketmagan bilan ishlab chiqarish tijorati oxirlashgan tur qurilishi to'xtatilgan qarz. Men sendan masalan 10 ming dollar oldim. İlib men bir oshxona ichib olay, shuni qarz beribdi dedim. Masalan, men 6-cı ayga bo'lmasammi, men boshlab qo'yib 3-cı ayda mening o oshxonam vayron bo'lib ketdi. Ocholmadim, qilolmadim. O pul yo'q edi. Uni masalanga qarar o'tib ketmagan bo'lsa, u pul yo'qolib ketdi. Uni turib qolgan qarz deb buni ataydi. Bu ikkisini birlashtirib nachar qarz deydi. Nachar qarz bankining xatarlik ziyonga uchraydiganligidan bisharat berdi. Bir bankida nachar qarzi qo'ldan chiqib ketgan pul akranmagan pul. Akranmasa u nachar qarz bankini vayron qildi. Dunyo esinglarda bo'lsa, banka faqat birla savdo qildi. Pul oladi, pul sotadi. Biz bankaga pulni qo'yamiz. Bankada hozir Amerikada 4.7% nima o'sim berdi. Masalan, banka degan mendan masalan bir 10 ming dollar olgansa, menga 5% o'sim berdi. Oyoq talaga chiqib bir korxonalarga uni 10% qilib sotadi. Ma o'ttirda 5% bankininki foydasi bo'ladi. Shuning uchun agar bu qarz haqi pulni berib, uning kirim bo'lmay vayron bo'lib qolsa, bank intayin xatar ahvolga tushadi. Hozir Xitoy iqtisodida uyumlik keltirib chiqargan iqtisodiy krizisdanmi? Uyumlikda uningdanmi? Cho'ng tahdid bo'lsa, nachar qarz ahvoli.
Xitoydagi nachar 100 bankining nachar qarzi borgan sari ko'payib, 100 bankining har vaqt portlaydigan vaqtsiz bombaga aylandi. Xitoy markaziy hukumat bevosita kontrol qiladigan davlat mulk boshqarish shirkati. Xitoycha Zhejiang Guanli Gongsi deydi. Har qanday davlatda bo'ldi. Bundaq hukumatning bir shundaq cho'ng qudratli pul shirkati bo'ldi. Bu pul masalan Gollandiyada cho'ng bir shirkat vayron bo'lib ketsa, butun xalqninki turmushiga ta'sir etadi. Unda vaqtida bu shirkatga hukumat o shirkatninki qarzini silib ilib, o shirkatning davomlashiga yordam berdi. Xitoyda Amerikadan bak Xitoyda shundaq Xitoyda şirketining 4'ini qurib bankining nachar qarz masalasini bir taraf qilishni tirishdi. 4 aş nachar banklarning qarzini hukumat setib olib. Lekin bu 4 shirkatning hammasi o'zi mablag' qiyin ahvolda qoldi. Bularning nachar qarzini setib olish iqtidori kundan kunga ojizlab ketib bordi. Yana bir tarafdan Xitoydagi har qaysi cho'ng banklar tarqatgan nachar qarzlar borgan sari ko'payib ketib bordi. Borgan sari bu nachar qarz ko'payib ketib bordi. Sonliq ma'lumotlarning ko'rsatishicha 2016-yili bu 4 davlat mulk boshqarish shirkati shu vaqtdagi umumiy qimmati 1 trillion 500 milliard yuanlik nachar qarzdan 1 trillion yuan nachar qarzni setib olgan. O asan setib olganda u degan nay cho'ng ishda 1,5 trillion bo'lsa 70%ni hukumat setib olgan. Bunda bo'lganki har qanday shirkatlar davomli mang'alaydi, banklar davomli ketalaydi. 2020 yilga borganda aran 50 milliardga barmaydigan yomon qarzni aran setib olgan. Yana bir tarafdan nachar qarzning ko'lami tez suratda 3 trillion yuanga yetgan. 2016-yili nachar qarzi 1,5 trillion ekan. Uning 1 trillionini setib olibdi. Shuning uchun u vaqtda banklarga ziyon ta'sir ko'rsatmadi. Hozir nachar qarzi 3 trillion ekan. Uning aran 50 milliardini setib olibdi. Mandaysa 50 milliard degan 60dan bir qismini nima shunda setib olibdi. Xitoy axborot vositalarining xabarida aytilishicha 2024-yili 1-oyda bu 4 davlat mulk boshqarish shirkatining 3'ini Xitoyning egilik huquq boylik fondi birlashtirib etadiganligini bayon qildi. Bu asli xalqlarni qutuldirman degan bu shirkat o'zlari pul qolmay bu 3'ini birlashtirib etganligini e'lon qildi. Bu shirkat o'zi qutquzishga tegishli pul muomala apparatlarga aylanib ketib, qurilgan chog'dagi qarzini tozalash vazifasini ijro qila olmaydigan holatga tushib qoldi. Buning natijasida nachar 100 necha qarziga pitib qolgan banklarni qutqizadigan odam yo'q. Hozir 100'dan ortiq Xitoy jami 1500 banki bor. Hozir 100'dan ortiq banka hozir qutuldigan odam yo'q bularni. 2022-yildan boshlab Xitoy doiralari, siyosatchilar, Xi Jinpinglar mandaq siyosatni o'tirib qo'ydi. Xitoy banklarini shartsiz yer mulk savdogarlarini qutqizishni majburladi. Banka degan yo'q, men pulni qarayman, nachar bo'lsa, uning pul bermayman deydi, lekin bu hukumat beraversa deb majburladi. Ikkinchi, uning ustiga qarzi elish ehtiyoji tuvanlab ketdi. Qarzi beraysa shirkatlar, nurg'un shirkatlar vayron bo'ldi. O shirkatlar vayron bo'lganki, uni o'zining holini tortolmaganki, albatta qarz olmaydi. Bankadan qarz oldigan tuvanlab ketdi. Unda bo'lganki, bankining puli ashad yetib qoladi. 3-chi, omonat puli tanarxi o'rlab ketdi. Bankada qarz ko'rgan xalqdan hamma pulinglarni banka qo'yinglar deydi. Uni qo'yganda qanday qildi? Biz tanarxini biroz o'stin beramiz deydi. Bankaga kirgan pul jiq, chiqqan pul oz. Bu bankining tijoratiga umumyuzlik ta'sir etdi. Bankada pul degan chiqib turib, qarzni berib tursa, andin o'simni to'laydi. Hozir kirgan o'simni xalqqa bergan o'sim chiqqan puldan akilanmaydi. Az pul chiqib bordi bankadan.
köp pul kirkit bardı. Xalq pulunu eşek işinin ağını unumaydı xalq hazır. 2023 yılı Xitayning Soda Sanoat Bankası, Yeza İyilik Bankası, Xitay Bankası, Quruluş Bankası ve Qatnaş Bankası qatarlıq 5 cüng bankasının sap ösüm farkı bütünlay azaydı. Sap ösüm farkı degeni men abay so'zlab aytdim. Siz masalan men pul qo'ydim bankaga, bu banka bana 5% ösüm berdi. Lekin banka o pulni yan bir şirketga qarz berdi. Ulardan 10 ösüm aldı. 10% ösüm aldı. 10%dan mening 5%ni çöküverse 5% banka qaldı payda. Tushunish bo'ldimi? Buni sap ösüm payısı deydi. Sap ösüm farkı bütünlay azaydı. Bu Xitay bankasının payda ilish iqtidorining g'oyat zo'r besimga duch kelganligidan ko'rsatib berdi. Bo'libmi Xitoyning g'oyat zo'r banka sistemasi uyumlik krizisi bilan zich bog'langan. 40% shu pulga 40. Chunki 40%ga yaqin banka qarzi uyumlik bilan munosabatli. O uyumlik bankalarıyla çoğun bankaların neticesi veyran buldu. Veyran buldu degende o uyumlik pullar yo'qolib ketdi. Ular milyar trilyon dollar pullar ular. Uyumlik krizisining uzluksiz oshkorlashiga ergishib bankalar duch kelayotgan besim barg'ansari cho'ng'iyapti. Ular asgardi, ular bankalarga bergan pulni qaytaramidi? O'sim foizi yo'q. Shu o pullar bekor yo'qolib ketib qolgan gap. Yaqında Xitoyning 5 cüng bankası arka-arkadan 2023 yıllık sap ösüm farkını ilan kıldı ve hemmisi 1,3%'den tüven buldu. Ben dedim tüven çıktı. Payısı, aran payısı 1,73%'den tüven buldu. Abay bildiğin 15% buldu, buran 1,73%'den tüven buldu. 2023 yılının ahırgıca barlıq bankalarının paydısı, barlıq bankaların paydısı 2377 milyar 500 milyon yuan. Nacar qarz 3225 milyar 600 milyon yuan. Bunu hesaplasanglar çıkıdı. Nacar qarzı paydıdan 848 milyar 100 milyon yuan arttı. Bakın qarzı paydıdan arttı. Nacar qarzı kölümü paydasının 1,3 hissəyə toğra keldi. 1 dollar pay tapsanız 1,5 dollar ziyan tattınız deyin. Gerçi bankalar bu veyrançılıqqa qadam qo'ygan uyumlik kasbini qarzi bilan davomli ta'minlashni xohlamasmi, Xitoy hukumati bankalarga qarzni berishni davomli etishga majburiy besim ishlatyapti. Bu shubsizki Xitoy pul muomala apparatlarini uyumlik krizisining patqaqiga texmi chunqur so'rab akirib ketib boradi. Hozir Xitoyda uyumlik kasbiy va yerlik hukumatning mablag' yurish-turish suqisining xavf xatiri sijil oshdi va eshyapti. Buningga iste'molchilarning ehtiyojning tuvanlab ketishini qo'shganda iste'molchilar pul xajligini unutmayapti. Mablag' solgan bankalarning 2024-yillik natijasiga davomli salbiy ta'sir ko'rsatib keldi. 2004-yillik sonliq ma'lumotni bu yil yana 2025 yilda ko'ramiz. Cho'ng tipdagi bankalarning selishtirganda 2024-yili Xitoyga kichik tipdagi rayon bankalarining tijorat istiqboli texmi xiralashib ketib bordi. Xitoylar cho'ng bank va uningga nurg'un yerlik bankalar va esinglarda bormi? Xinjiang bankasi deydigan bankalar bo'ldigan. Bu hukumat qaramaydi o'lkalik bankalar. Shaharlarda masalan G'ulji shahar bankasi deydigan bor. Noyalarga borsang bir noyalarning bankalari bor. Bular bu kichik bankalarning ahvoli qaraydigan odam yo'q. Iqtisod sohasida keng ma'noda pul, İngilizce'de broad money supply deydi, Xitoychada guangyi hobi gungyingliang deydi, degan bir uqum var. Bu uqum nima desangiz, ijtimoiy obrut pul umumiy miqdori, bu ijtimoiy butun dunyoda qilayotgan ketib qolgan umum pulning miqdoriga, uningdan qaralsiz omonat pul, biz bu bankaga qaralsiz qo'ygan pul,
qarorlik omonat pul va omonat pul. Mush pullarning hammini qo'shganda, bunday desangiz, bankadagi barliq pullarning hammini qo'shganda keng ma'nodagi pul deb ataydi. Hozir Xitoyning pul besish surati kishini hayron qoldirdi. Xitoy Markaziy banka sonliq ma'lumotida ko'rsatishicha, 2024-yili 2-oyning oxirida Xitoyning keng ma'nodagi pul qoldiqi 30 trillion yuanga yaqinlashgan. Amerika va Yevropa rayonining 1-oyning oxiridagi M2 oilaqa keng ko'lam pulni M2, M2 deydi. M2ning yig'indisi ishib ketgan. Bu Xitoylarning betishi kichkina bir oydagi Amerika, Yevropa butun davlatlarning 1-oyda bir oyda besib ketganda ishib ketgan. Xitoy mutaxassislari shundoq deb ogohlantirdi. Xitoyning M2, inglizcha M2 deymiz, zapas miqdori davomli o'rlayotidi, harakatchan qiltiqqa tushib ketishi ehtimoli nihoyat yuqori. Harakatchan qiltiq degan, siz pulni qanchalik bossangizni asliga akilanmaydi. Xitoy asabiylarcha pul besyotidi. M2ning kaynida 350 trillion yuandan oshadigan qarzi bor. Trillion, jumonglar va 1 trillion degan sonni 1 2 deb sansanlar 40 yil ketadi, ha? O 350 degan gap 350 ning kayniga yana 12 nolni qo'shsizlar. Bu yoshirin qarz uyumli korxonalarning va pul muomala apparatlarining besimini haqiqiy yenikiltanmaydi. Ehtimol Xitoy hukumatining ko'nglidimi buning to'g'riliq son bormi, son yo'qmi uqmaysiz. Meningcha son bor deydi, amal yo'q. 350 trillion degan yomon gap. 1 trillionni 40 yil yozsanglar, uning yana 350 ni ko'paytinglar. 4 ming yil. Shu qancha ming yil? 20 ming yildek sanaysizlar, pulni oldinglar qo'yib qo'ysizlar. Bugun so'zmoqchi ikkinchi bo'g'inim, bugunmi Xitoy iqtisodiy duch kelgan 5 chung krizis. Buni men bir kitobdan, bir maqoldan uzunga, iliq rasm birga akab qo'ya olamsiz? Bir ikkala rasm bor buningda. Ma kitobni, mush kitobning mazmuni bu kitob emas, bu yomon uzun maqol. Bu nayt dangliq odam yozgan maqol, endi buni uyg'urcha tarjima qilib qo'yay desam, kim o'qiydi uqmayman, shuning uchun mazmunni mishaddab o'tkatdim. Bu intayin Xitoy iqtisodini yaxshi analiz qilgan kitob. 2024-3-27 kuni dunyodagi eng chong xatardan saqlanish fondi Bridgewater, bu shirkatning ismida Hedge Fund Bridgewater Association deydi. Qurg'uvchisi Ray Dalio, bu odamning ismi ana ostida turdi. Uyg'urcha o'qisak Ray Dalio deymizda. Ray Dalio ufqda 100 yillik bo'ron, The 100 Years Storm on Horizon degan uzun maqolni e'lon qildi. Bu maqolda Xitoy iqtisodiy duch kelgan 5 chung krizisni o'ttirga qo'ydi. Birinchi, qarzi yuki va nupusning qiyrilishishi. Qarzi yuki va nupusning qiyrilishib ketishi. Ikkinchi, boy bilan nomlar farqi. Uchinchi, siyosiy klimat. To'rtinchi, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jo'grafiyalik siyosiy to'qinish. Beshinchi, Xitoy partiyasining rahbarlik iqtidori. Men tuanda bularni so'zlab o'tay. Birinchi, Ray Dalio bu maqolda Xitoyning vaziyatini analiz qilib shundoq yozdi. G'oyat zo'r qarz va boy nomrod farqi bo'lganda, buning bilan bir vaqtda davlat ichi va xalq oradagi cho'ng to'qinish mavjud bo'lganda, uning ustiga g'oyat zo'r vayron qilish xarakterdagi o'zgarish va texnikadagi g'oyat zo'r o'zgarish mavjud bo'lganda, Xitoyda 100 yillik bo'ronning yuz berish ehtimoli tezlashadi. Buni 100 yil bo'ronni deganga butun iqtisod vayron bo'lishini, sanoat, moliya hammasini vayron bo'lishini deyapti. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi jiddiy vaziyat, mush odamning gapini davomli, mush odamning gapi qo'shtirnoqning ichida. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi jiddiy vaziyat chet el mablag' solg'uvchilar kasbiy zanjirni Xitoydan yutkab ketishni yoki kasb zanjirini ko'p mablag' turish ustida izlanishni keltirib chiqadi. Bu Xitoyga chet el mablag'iga erishish jihatda cho'ng qiyinchilik yaratadi.
agar iqtisod bilan madaniyat to'qinishini moslashtiramasa, kelgusi 10 yilda vayron qilish xarakterli urush yuz berish mumkinchiligi nihoyatda yuqori bo'ladi. Bu urush degani Xitoy ichidagi urushni so'zlayotdi. Yana Xitoy ziddiyatni yutkash uchun, masalan, Tayvanga hujum qilish yo Vyetnamga hujum qatorliq chetga hujum qilish ma'noni so'zlayotdi. Ray Dalio Xitoydagi tangpungsizlik masalani tuandagi bir qancha jihatdan yo'ritdi. Birinchi, Xitoyning o'ttircha odamning gapi. Birinchi, Xitoyning o'ttircha pensiyaga chiqish yashi 53 yosh. O'ttircha o'lish yashi 84 yosh. Yolg'iz farzandlik bo'lish siyosati bir odamning ikki yashangan ota-onasining holidan xabar olishdan derak beradi. Bu qiyin ahvol. Bir davlatda qiyirlar qanchalik ko'paygansa, u davlatning ahvoli qiyinlashadi. Chunki shu qiyirlarni beqish to'g'ri keldi. Ikkinchi, Xitoyda qarzi besimi va cho'ng davlatlar bilan bo'lgan to'qinish bilan zo'r texnika islohot hamda Xitoyda qarzi besimi bu biri va cho'ng davlatlar bilan bo'lgan to'qinish va zo'r texnika islohoti hamda qurg'oqchilik kalkun va yuqum ahvoli birlashib 100 yilda bir ko'rinadigan bo'ron chopqinning Xitoyga yetib kelishining sharoitini yaratib berdi. Uchinchi, Amerika Xitoy o'rtasida texnika urush cho'qim bo'ladi. Va nayt keskin etdi, cho'qim bo'ladi. Buningdan saqlangani bo'lmaydi. Hammaga ayon, kim texnika urushda g'alaba qilsa, shu iqtisodiy urush, geopolitika urush va harbiy urushda g'alaba qila oladi. Lekin bu nuqta azaldan hozirgidek bundaq haqiqatga aylanmagan. Bu gapni burun hamma odamlar deb kelgan. Lekin hozir Xitoyning ahvoli buni bir haqiqatga reallik aylantirdi. Bu to'qinishda Amerika bilan Xitoy asosli raqib. Bu ikkisini o'ttir bo'ldi. Bu ikkisi jumla. Rossiya emas, Rossiya katta, Rossiyani Amerika hozir ko'lga ilib qo'ymaydi. To'rtinchi, Xi Jinpingning qo'lidagi kart deymizga, qanday kart o'ynaydi bu deymiz. Kartni va Xi Jinping uni qanday o'ynashni tanlashini farqlantirish intayin muhim. Analiz qilish kerak deydi. Xi Jinping texi sol tarafga qarab mang'amdi, texi hech kim hukm chiqara olmaydi. Yaponiyada bir sekund vaqt bering, buni sal tutilib qoldi. Ünüm chiqdimi? Yaponiyada 1990 yili iqtisodiy ko'pik portlagandan keyin 30 yil uzun iqtisodni ishi davomli tuvan bo'lgan. 30 yil, 2020-yilgacha. Xitoy iqtisodida mushundaq ahvol yuz beramdi. Nobel mukofoti sohibi Paul Krugmanning, bazı Amerikaning bir professori, ko'z qarshida Xitoyning ahvoli Yaponga selishtirganda texmi ig'ir bo'lishi mumkin. Xitoy 30 yil burungi Yaponiyaga selishtirganda o'xshashligi bor. Misali, iste'molchilarning ehtiyoji tuvanlab ketish va iqtisodning taraqqiyoti uy mulk ko'pigiga tayinish. Ammo ayni vaqtdagi Yaponiyaga selishtirganda o'xshamaydigini Xitoyning ishlab chiqarish kuchi xeyla orqada. Ishlab chiqarish kuchi degan barliq texnika, sanoat, uy yasaydigan hammani ko'rsatadi. Yana Xitoyning Yaponiyadagi jamiyat uyushchanligi yo'q. Keng ko'lamli ijtimoiy davolg'u yuz bermagan ahvoldimi iqtisod tuvan ishish vaziyati Yaponiyada boshqarish iqtidori yo'q. Shuning uchun buning deydigani Yaponiya budakima Xitoy kurilishi oz deganda 50-60 yil, 100 yil davom surdi deyapti. Men buningda, yani bu maqolani
tanıştırıp ötkettim. Nait yaxşılığa bular endi bu Abdullah Amerika'nın iqtisad siyasatını bekitidi qaldı. Amerika'nın prezidenti muşu nurgun oliy maktablarning shunda tadqiqot qilgan yerlar bor. Shular iqtisodlar qanday bo'lsa tadqiq qildi, prezidentlar shularning ichini tanlab oladi. Shular. Bular mushunda Amerika'ning iqtisodiga bevosita dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatgan yozuvchilar. Shuning uchun bu maqolani o'qib, men shunda yaxshi ko'rdim. Bu maqolning obyektivlikqa shundoq ta'sirlandim. Shunga men buni tushuntirib o'tib dedim. İngilizce bildiğinler okuyunlar eşit yiyip koydum. Yani Uygurca tercüm kılayım deyip koydum. Aşın ketke emgek kuşak kim görüdü? Aşka mezmununu düşündürüp koydum. Mezmununu meye düşündürüp koydum. Üçüncü noktada bugün toxtaydigan noktamız üçüncü bölümde Xitayning eksporti ve importi texmi çoğun kırılışqa uçuravatır. Biden hükümeti yani 20 gün 15 gün kaldı. Biden hükümeti 2024 yılı 4. ayın 4. günü Xitayning Amerika Sünni Aqli iqtidar qisqartib AI deymiz. Chip ve chip yasash asboblarga erishishni to'sishni maqsad qilgan belgilimlarga tuzitish kirgizib, buni texnik kuchaytirdi. Amerika yuqori iqtidorli AI chipning Xitoyga eksport qilishni qat'iy chekladi. Burun mandaq ahvollar qaraymiz, mandaq bo'lsanglar bo'ladi, yaxshi o'zgartmas degan yoqada cheklab qo'ydi. Shuningdan tortib AI chip tarkibidagi elektronlik asliyalarni Xitoyga eksport qilishni qattiq boshqaryapti. Chipni emas, elektron buni Xitoy degan bu quchi chipni cheklaganda oldingi vaqtlarda elektronlik asboblarni ilib qimmat o'smi. Asbobni chiqib ichidagi chipni olgan. Asboblar için chip vardı, o chipni ilib, endi o'zlari ishlatgan. Hozir shunday asboblarni chekladi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika bilan Yaponiya AI qatorliq yuqori fan texnika sohalarida hamkorlikni cho'nqurlashtiryapti. Ilgari Amerikaning Xitoyga eksport cheklamasi faqat chip bilan aloqador edi. Faqat chip bilan edi. 2024 ay kunidagi tuzitish kirgizilgan nizam qoidaga asoslanganda AI chiplar emas, barliq AI chip bor uskunalarning Xitoyga eksport qilishni cheklaydi. Reuters agentligining xabariga asoslanganda Amerika hukumati Amerikaning AI chip import qiladigan va ilgari ilg'or chip yasaydigan Xitoy zavodlarini tozalash tizimligiga kirgizdi va bir qism tizimliklarni e'lon qildi. Qor tizimlik kirgizdi. Yani mishada men o'zimda men bu Trump chiqsa ansiraydigan bir yerim bor. Masalan, TikTok mu? TikTok ama o Biden hükümetining bo'yicha 17-yillar 1 ayning 17-si agar TikTok shu vaqt sotmasa Amerikadan butunlay haydab chiqarib dedi TikTok. Amerika Bunu bütün çünkü TikTok Xitoyga $1 trillion yaratayotgan şirket hem bütün casuslik o'rnini o'ynayotgan şirket. Lekin bu Trump'a chiqib bu TikTokning bu jazosini biz keyin surma. TikTokni jazolaymiz dedi. Çünkü TikTok bu saylam jarayonida Biden va Trump bu TikTokdan zo'r foydalangan. Undan keyin bu Trump'a maslahatchi bo'lgan Elon Musk bu Xitoy Elon Musk'ni Amerikada o'ttirmasga bir xizmatchi bo'l deydi. Sen kelsan sening mashinangni Amerikaga sotishga yo'lni ichib beramiz deydi. Shuning uchun Elon Musk'a diqqatlamış Biden hukumati Amerikaga 78 Xitoyga jazo qonun e'lon qilgan. Bu Elon Musk'a shu qonunlarni bekor qilib etib Amerika Xitoy bilan sodni yaxshilaydi deydi. Bu Elon Musk'ning Trump bilan Elon Musk'ni Amerikaning haqiqiy prezidenti deb qo'ydilar. Trump'ını boshqargan prezident mushu deydi. Chunki Trump'ning saylimga $250 million taqdim qildi. Shu boshqa men mushu bo'lishidan sal ansirayman hozir. Qanday bo'ldi endi buni ko'ramiz. Uyg'urlar nurg'unlar voy Trump chiqdi bo'ldi deb qo'yib ketdi. Men hozirgi Xitoyga berilgan masalan Trump Amerika qilgan 78 jazoni ulan bekor qilsa Xitoy bilan so'z boshlanib ketadi, Xitoyning gullab ketadi. Amerika ministrligi monolarni bildirdi.
yuqori fan texnikani Xitoyga eksport qilish yildan yilga qattiqlashadi. Amerika hukumati Germaniya, Gollandiya, Koreya, Yaponiya qatorliq ittifoqdoshlarini Xitoyga ilg'or chipga munosabatlik mahsulotlarni eksport qilishni texmo cheklashga qoyil qilyotidi. Buning ichida eng halqiliq asboblar bo'lsa, Gollandiya ishlab chiqargan fotosinetr mashinasi va aloqador setilishdan keyingi remont mulozimati. Bir mashinani sotsangiz, uni ishlatib buzildi, uningga remont mulozimatini bersangiz bo'ladi. Germaniya ishlab chiqargan optikalik mashinaning halqiliq optika detali, Yaponiya ishlab chiqargan nurliq yilim qatorliqlar. Bularni Xitoyga bularni sen sotma deydi, hammasiga mushlarni davatadi. Men Şuңашqa nurgun narsalarni analiz qilganda uning foyda ziyinni, nimdadir siyosiga naydi. Keyin masalan Trump chiqqanki Trumpning siyosati haqida Xudoyimiz ikkimiz suhbat yana bir so'zlashamiz. Hozir dunyoda pokiz texnika, inglizcha clean tech deydi, naydi tez taraqqiy qilyotidi. Buning dunyoning yetaklashiga texnikaning yetaklashini yutlab ketib qolgan bir muhim soha. Pokiz texnika degan bulg'unishni keltirib chiqarmaydigan, muhitga bo'lgan ta'siri azaytadigan texnikani ko'rsatadi. Misolan, shamol energiyasi, quyosh energiyasi, aql iqtidorli elektr to'ri, elektrlik mashina, aql iqtidorli shahar degan bir gap chiqyapti. Jimoasi. Xitoyning eksportga kelayotgan texmo cho'ng kurs Yevropa ittifoqi Xitoyning tozliq texnikasi mahsulotlarini yasash sohasiga zarba beryapti. Xitoy shamol elektr stansiyasining turbinalik mashina bilan ta'minlaguvchi shirkatlar va savdogarlar Xitoy hukumati bergan to'liqlamasiga yangi bir navbatlik tekshirishni boshlayapti. Bu davlat badi to'liqlama degan gapni men tushuntinglar. Nima desangiz, masalan, bir Amerika bir shamol durg'ishni Yevropaga sotmoqchi bo'ldi. Yevropa ishlagan o'zlari ishlab chiqqan shamol durg'ish masalan $100 bo'ldi. O Xitoy ishlab chiqargan shamol durg'ishmi $100 bo'ldi. Yevropaga apasa, uningga Yevropa bilan raqobat qilolmaydi. Qanday qildi? Hukumat bo'ldi, senchi Yevropaga akab buni $50 sot. Men $50 san to'liqlab beraman deb Yevropaning bozorini qo'lga keltirdi. Lekin bu to'liqlamlash xalqaro savdo qonunsiz kirdi. Shuni Yevropa Xitoyning shu shamol, shu to'g'riliq berayotgan to'liqlarni tekshiryapti. Agar buni tekshirib chiqdigu asosida chiqqandan Xitoy shirkatini butunlay qonunsiz deb jazolaydi, ham WTOga Xitoy ustidan milliard dollarni sud tortalaydi. Bu Xitoyning Yevropa ittifoqining bozorini egallash iqtisodiy strategiyasiga zo'r zarba beryapti. Yevropa ittifoqi komitetining ijroiy muavin raisi va raqobat maxsus xodimi Margaret Vestager, men Uyg'urcha o'qidim buni. Amerikaning Princeton universitetidagi Amerikaning eng o'ndanliq universitetining biri. Princeton universitetidagi notiq so'zda shundoq dedi. Men ayolning so'zida tirnoq ichildi. Texnika g'oyidakchilik qilayotgan bu dunyoda kim eng xalqliq texnika va ta'minlash zanjirini egallasa, shu oldingi o'rinda tura oladi. Bizning raqobat kuchimiz muqarrar holda chip, batareya, elektrlik mashina qatorliq texnikalarni ishlab chiqarish va o'rinlashtirish iqtidorimizga bog'liq. So'zni davomlashtirdi, yana o'sha ayolning so'zi. Biz Xitoy hokimiyatining quyosh energiyasi, batareya taxtasi sohasiga qanday yetakchilik qilgan o'yinlarni tafsiliy ko'rdik. Xitoylar manda qilibdi Yevropaliklarga. Birinchi, oldi bilan Xitoy zo'r ichki bozorni domlatib va shirkatlashgan korxona tiklash orqali chet el mablag'ini jalb qildi. Ikkinchi, uchuq oshkora bo'lgan usul bilan chet el texnikasiga erishdi. Uyg'urlarga kirgan Uyg'urlar o'zlari.
Üçüncü, dövlət içidəki təminləgüçilərə zor miqdarda toluqma beriş bilən birgə chet el karxanalarına içiş bazarını təcrid qaydı. Bak karxanalarda öyrənib alğan texnikani bular açıqla özləri bir zavod qurdu. O zavodninki malını Yevropalılar işləgənlərdən 50% ərzan satıldı. Bu 50% ərzan qandaq qıldırsa Xitay hökuməti ular pulunu toluqlab verdi. Hökumət toluqlab veriş savdo bazarda xalq arada qanunsuz buldu. Dördüncü, artıq məhsullatlarını onu artıq verib qalsa qarang, sonra WTO onu cəzalaydı. O qanunsuz buldu. O cinayətə kirdi. Dördüncü, artıq məhsullatlarını dünyanın başqa joylarına tövən bahada eksport qıldı. Endi shunda ishlayverganki dunyoning hamma yoqqa eksport buni to'kin bozorga aylantiradi. Unda bo'lganki chet eldagi shirkatlar pay topolmay ziyon uchrab vayron bo'ladi-da. Xitoyning maqsadi shu. Buning natijasi hozir Yevropa ittifoqida o'rnatilgan quyosh energiyasi batareya taxtasining arang 3%ni Yevropa ishlagan ekan. Sening ashad ishlagan quyosh taxtasining arang 3%ni Yevropa ishlagan ekan. 97%ni Xitoy ishlagan ekan. Hozir Xitoy o'zidagi iqtisodning chekinishiga taqobil turish uchun yuqoridagi 4 xil taxtikani barliq pokil texnika, an'anaviy chip va boshqa sohalarga qo'llanyapti. Niyat quyosh texnikasi degan bu hozir dunyoda eng ilg'or ketib qolgan texnika. Bu energiya buningdan bizning dunyo energiyaning asos sabab bo'ldi. Hozir bu shunchalik taraqqidiki quyosh energiya degan masalanga quyoshdan oyliq taxtiga tushidi, u energiyaga aylandi. To'g'rimi? Uning cho'qim quyosh bo'lishi kerak. Hozir Amerikada shirkatlar ishlab qandaqlar quyoshni 24 soat nurni akiryotdi. Masalan, yer shar manda piqirgani quyosh keyinda qoldi-ku. Ma ishlagan asboblar o'sha yer sharni piqirab quyoshdan uzilmay quyoshning nurini akirib yerga ta'minlashni boshladi. Kelajida bu to'g'riliq mushni hozir asos xil yo'lga chiqdi. Kelajida mush to'g'riliq sunniy hamrohlarni osmon qo'yib yetadigan bo'ldi. U vaqtida hamma yerga quyosh yer sharidagi har qanday quyosh energiya taxtalari 24 soat quyoshga erishadi. Quyoshni qo'g'laydida, sunniy hamroh quyosh yer shar o'tib ketsa keyindan qo'g'lab uningdagi mandaq akilib ma taxtaga yetkazdi. Margaret Vestager Xitoyga qarshi qo'llanayotgan tadbirlarni mundaq tushundirdi. Biz har qanday chet el shirkatlarining quyosh energiyasi batareya taxtasiga oshkora xaridor chaqirish jarayonida nomuvofiq foydaga erishganligidan gumonlanganda cho'qim inchiklab tekshirishni ilib boramiz. Hozirgacha Yevropaliklar Xitoylar nima qilib qo'yib bergan tekshirmagan. Misalən, bu iki misalını göstərdik. Biz Bulqariya poyizga aşkara xaridor chaqirish jarayonida gumonliq xaridorlarga tekshirish ilib borganda natijada bir Xitoy davlat korxonasi xaridorlarga tizimlikdan chekinib chiqib ketdi. Xitoy darrov Xitoyni tekshirganlar Xitoy oshkora bo'ldi, Xitoy chekinib chiqib ketdi. Bu oshkora degan har qanday davlat bir cho'ng shirkat qurmoqchi bo'lsa, uning bozorga oshkora soldi. Man solmay qanchalik mablag' bersa deb. Man qanchasi shu shirkatlarga haqlar mablag' soldi, u sog'uchi eng ko'p solgan mablag' odamni oladi. Xitoylar hozirgacha bir shirkat qurmoqchi Yevropani qabul qilish uchun bir masalan Amerika masalan sening mablag' shirkating men 100 million berman, Xitoy men 150 million berman deb on ilib oladi. İlib endi davlat to'liqni berib uni rivojlantirdi. Yana bir misolni ko'rsatdi bu aya. Ruminiya quyosh energiyasi batareya taxtasiga oshkora xaridor chaqirish jarayonida Xitoy shirkatlarining nomuvofiq foydaga erishmoqchi bo'lganligini tekshiryapmiz. Buningdan boshqa yana Maxotunning gapi davomli. Buningdan boshqa biz Xitoyning shamol kuchi turbinasi ta'minlaguvchilar ustidan yeni tekshirishni ilib ketib boramiz. Biz İspaniya, Gretiya, Fransiya, Ruminiya va Bulgariya shamol elektr stansiyasi ichish sharoitini tekshiryapmiz. Ular ochalamdi, ochamamdi. Ya ular butunlay Xitoyning. Biz hozir o'zimizda bor bo'lgan qurollarımızdan to'liq foydalanyapmiz. Biz
quyosh energiyasi batareya taqsida yuz bergan ishlarni elektr avtomobil shamol energiyasi yoki muyum chiplarda qayta takrorlashiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Xitoylarning umumyuzlik hozir bu dunyoni ip ketib qolgan 4 texnika mushu. Mushu texnikada umumyuzlik Xitoyga nim qilyapti. Shuning uchun bu Yevropaning bu tarafga Xitoyni intayin qattiq zarba beryapti. Reuters agentligining xabarini ko'rsatishicha, shamol turbinasida Xitoy dunyo bozorining taxminan 3 dan 2 qismini 70% egallagan. Xitoy ishlab chiqargan quyosh energiyasi batareya taxtisi Yevropa ittifoqi bozorining 90% ko'pragini egallaydi. Shunga Yevropaning bu qarori Xitoyning jon tomiriga tegdi. Buni ta'kidlaganki, Xitoy bu batareyalar hammasi Xitoydan cheklaydi, u yer qilishga qonunsiz pul to'lashga to'g'ri keldi. Bu Xitoylarning hozir iqtisodni asosi yurgizayotgan shirkatlar. Bular vayron bo'lsa shu Xitoyda yuqori so'zlab o'tgan 100 yillik bo'ron keldi. Amerika Savdo vakillar mahkamasi, buni inglizchada Office of the United States Trade Representative deydi. Vakilmisi Xitoyning dengiz transporti, ashyo oboroти va paraxod yasash kasbini tekshirishga boshladi. Xitoyning bir ishi bormi yo'qmi deydi. Bu xalqarada Amerika Xitoy savdo urushining ikkinchi qismi deydi. Naychunga savdo urushida burungi ikkinchi qismi deb ataldi. Amerikaning bundaq harakat qilishiga tuvandagi 3 sabab turk bo'ldi. Birinchi, Amerika har qaysi kasb ishchilar uyushmasi Xitoyga kuchli norozilik bildirdi. Bu ishchilar uyushmasi Amerikaning Kongress, Ovam palatasi bilan Kengash palatasi mushlar qarab ish qildi. Jumlalar mushlarning fikri ularning cho'ng ta'sir qildi. Amerika Po'lat Temir ishchilar birlashmasidagi 5 cho'ng ishchilar uyushmasi tashkiloti qog'oz yasash sanoati, o'rmonchilik sanoati, ko'chik, rezinga yilim sanoati, energiya sanoati, aviatsiya mashinalari sanoati va elektr sanoati qatorliq organlar Amerika savdo vakillar mahkamasiga arz sunib, Amerika hukumatidan Xitoyga dengiz ishlari, ashyo oborti va kema sozliqning paraxod sozliqning nomuvofiq va kamsitjonlik qilmishlarini, siyosatlari va usullari ustida savdo tekshirish ilib berishni talab qildi. Bu Amerikaning sanoat sistemasining Xitoyning tuvan baholi raqobatining zo'r zarbasiga uchraydiganligini bildirdi. Chiplar degan yuqori baholi ma'nodimi Xitoylar Amerika tekshirishni allaqachon boshlabdi. Biden hukumati bu to'g'ri qarorlarni chiqaryapti. Endi Trumpga kelganda qanday uqmaymiz. Ikkinchi, Amerika moliya ministri Janet Yellen qattiq so'z bilan Xitoyni ogohlantirib shunday dedi. Xitoy elektr mashina, quyosh energiyasi taxtisi va litr batareyasi qatorliq yeshil energiya kasbiga haddidan ziyoda mablag' silib, g'oyat zo'r ishlab chiqarish iqtidorining ishib ketishini keltirib chiqadi. Ishlab chiqarish iqtidori ishib ketdi degan gapni men tushunib tinglar. Mandaq masalanga siz bir yezida non sotasiz, non sotdingizda, u yezida masalanga 30 oila bor. Siz 50 non pishirsangiz yetadi. Unda emas, u yezda 200 non pishirsangiz qanday qildi? O yezininki ehtiyojini ishib ketadi. Buni ishlab chiqarish iqtidori ishib ketishlaydi. Endi 150 ishib qolganda qanday qilsangiz, boshqa yezlarga olib a'zam bahosini yetib, yezininki bozorini yezining navoiylarini qadin chiqardi. Shuning uchun bu zo'riyatdan jiq natijasi ishlab chiqarganni, buni ishlab chiqarish iqtidori ishib ketdi deydi. Bu xalqarada bu jinoyatdir. Xitoy dunyo bozoriga bahosi va ishlab chiqarish andisini burmulab, Xitoy dunyo bozorining bahosi va ishlab chiqarish andisini burmulab, Amerika shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi korxonalarning va ishchilarning manfaatiga ziyon yetkazdi. Buni qabul qilib bo'lmaydi. Degani shuda masalan, o Xitoylar masalan bir
energiya taqlıqdan mesela dünyada yüzde kerakli 500'ünü işlep Avrupa mesela Englishlarning Gollandiyaga yüzde kerak desa dövlətdə 500'ünü işlep 400'ünü Gollandiyanın yerin bahasında Gollandiya şirketleri veyran buldu. Lekin Xitoy bu tanqidni qabul qilish bu yoqda tursin, texi Amerikaning Xitoyning bosh ko'tarishiga bisim ishlatdi deb ayblab hamda Dunyo savdo tashkilotiga, WTO arz qildi. Buningdan g'azablangan Amerika muallisi Janet Yellen Xitoyning Amerikaga elektr mashina, quyosh energiyasi taksi va litr batareyasini qilishni cheklaydiganligini bildirdi. Endi bu qonunni bular bildirib bo'ldi, lekin yani 10 necha kundan keyin yangi hukumat chiqqandan keyin qoida bo'yicha bularni hammani tasdiqlab shu yangi hukumatga qo'yib qo'ydi. Ular qilamdi qilman buni tasdiqlab hammani yetib bo'ldi. Endi u hukumatning oldida ularning qo'l putini bog'lab qo'ymaydi deb, endi hukumatda odatda hozir chiqargan nurg'un qonunlarni chiqarib, shu hukumatning oldiga Trumpni oldiga qo'yib qo'ydi. Trumpni tashlab yetamdi qilamdi u vaqtda. Shu vaqtda ko'ramiz. Hozir bugun bo'lmaydi. Trumpning gapiga bugun gapi bilan ertaga gap o'xshamaydi uning. Amerika savdo vakili Daychi degan bir Xitoy, Amerikaning savdo vakili. Xitoyga 3 Xitoy. 2024-yil 4-ayning 16-kuni Amerika Avam palatasining 2024-yillik savdo qarornisi isbot anglash yig'inida qattiq pozitsiyada bildirib mundoq dedi. Madina Xitoyga qattiq pozitsiyada bildirib mundoq dedi. Biz Xitoyga nazorat qilish va tekshirish tirishchanligimizda savdo qurollarimizni ishlatishga tayyorlanib bo'ldik. Yana yangi 301 moddalar orqali harakat qilishni va bizning Xitoyning tamojna bejiga 4 yillik tekshirishni o'z ichiga oladi. Va ko'pincha 301 modda degan Amerikaning savdo sohasiga nihoyat muhim modda. Amerikaning bir yadro quroli. Shuning uchun buni atvanni tushuntirib o'tib ketaman. Shu Amerika tekshirishni o'z ichiga oladi. Amaliyotda boshlayapti umumiy Trump chiqishga oshkorlamadi. Shu kundan boshlab Amerika hukumati hozirgi Xitoyga qartilgan 301 moddalik tamojna beji asosida Xitoyning elektr mashina, litr batareyasi, yo'riqliq volt batareyasi, halqiliq qezilma boyliq, chip, po'lat, alyumin, port, kran, dengizlarda mashinani ko'tarib oladigan kran, shaxsiy mudofaa uskunalari qatorliq mahsulotlardan tamojna bejini ko'paytib oldi. Tamojna beji 25%dan 100%ga o'stirildi. Hozir Amerika bu bajni 100% o'stirib oldi. Hozir bu ijro qilinyapti. Burun masalan Xitoy masalan port kran deylik, portunda yuklarni to'shiydigan. Kranni aka $100 kran kirsa, boshqa $125 oladi Xitoy. Hozir $100 kran kirsa, uning $100 baj oladi. Undag'inki Xitoy ani qancha qilsa hukumat to'liqnimi qilsa ziyon tortishga to'g'ri. Bu yeni tadbir 18 milliard dollar qiymatidagi Xitoy ishlab chiqarish tovarlarga ta'sir ko'rsatdi. Mushuningdan Xitoy 18 milliard ziyon tortdi. Biz yuqorida 301 modda degan atalg'uni tilga oldik. Xitoy Amerika o'rtasidagi iqtisodiy to'qinishni tushunmoqchi bo'lgan har bir Uyg'ur bu atalg'i bilan tonishi kerak. Biroz abstrakt. Shunda bo'lsa sizlarga biroz qilib qo'yaylik. Bu bir qonun, buningda 3 modda bor. Ya'ni bir odamga jazo bergan 3 yillik jazo berdi, 4 yillik jazo berdi, o'lim jazosi bergandek bu bala 3 bosqichga bordi. Har birisininki jazolash vazni ig'irligi nihoyat zo'r. Birinchi eng yeniki buning 301 nomerlik savdo qonuni. Ashunda deydi 301 Trade Act deydi. Amerikaning savdo sistemi, savdo siyosatini tushunmoqchi bo'lgan odam cho'qim bilishga tegishli qonun. 301 modda bo'lsa Amerikaning savdo siyosatidagi muhim qurol bo'lib, Amerikaning savdo yadro quroli deb ataydi. Bu modda boshqa davlatlarning odil bo'lmagan savdo qilmishi bo'libmi bilim mulk huquqi, texnika o'tinib berish va bozorga kirish ijozatiga chetildigan masalaga taqobil turishni maqsad qilib
Konkret qilib aytganda bu modda tuandagi 3 bosqichga bo'linadi. Men yenikidan ig'irgacha bunday qilib. Birinchisi oddiy modda. Bu eng yeni. Bu modda nima qildi? Amerika boshqa davlatlarning chiqargan qonuniy siyosatlari yoki qilmishi savdo kelishimga xilof qildi, odilsizlik qildi hamda Amerika savdoga yuk yoki chek qo'yildi deb qaraganda Amerika bir davlatni qilganda sening ash narsang bizning siyosatlarimizga uyg'un kelmaydi deganda Amerika savdo vakillari Amerikaning savdo kelishimi bo'yicha bahramand bo'lishga tegishli huquqni amalga oshirib yoki boshqa davlatlar chiqargan qonun siyosat yoki qilmishlarning ta'sirini tugutish uchun cho'qim harakat qilish kerak. Shunlar bu davlatlar bilan suhbat qildi masalan. Okey, sen buni chiqargan bo'lsang, bu bizning davlatimiz mana siyosat qildi. Unda siyosatimizda sen bu nimani biz mana nimani kuchaytiramiz deb ular bilan kelishim qildi. Agar kelishim qilolmay qolsa jazolaydi. Shu bu da eng yeniki. Bu yenik darsi. İkinci o'ttiranchi jazosini o'ttir darsi bo'lsa, alayda modda deydi. Bu to'liq unumli bilim mulk huquqini qo'llash bilan ta'minlagan davlatlarni bekitishga. Masalan, siz bir davlatga men bilim borganki nurg'un texnikalarni akirmanda, akirgandan siz shu texnikalarni qo'llaydiganga, o'g'irlamaydiganga kapolatlik qilasiz. Shu huquqni qo'llash bilan ta'minlanmagan davlatlarni bekitishga yoki bilim mulk huquqini qo'llashga qoyindigan amerikaliklarni odil bozorga kirish fursati bilan ta'minlashni rad qilgan davlatlarni bekitishga ishlatadi hamda bu davlatlarni nuqtaliq davlatlar tizimiga kirgizdi. Xitoyning ig'irlab ketishi shu Amerikaning texnikasini o'g'irlashi. Shuning uchun masalan Amerikada mashina shirkati masalan Xitoyda bir zavod sol dedi. Ma'qul deb solsa, u Xitoy cho'qim shularning texnikasini hamma nimasini o'g'irmasligiga kapolatlik qildi, va'da berdi. O'g'irlasa u xalqaro sudida WTO jinoyat ko'rdi. Buni bundaq davlatlarni nuqtaliq davlatlar tizimiga kirgizdi. Bunday desam, qor tizimiga kirgizdi. Shuning uchun bu davlatlarga jazoni ig'irlashidi, bojni ig'irlashtirdi, har jihatdan o'zining zavodlarini alayda qo'g'dashga to'g'ri keldi, nurg'un ishlarni qildi. To'rtinchisi eng ig'iri darajadan tashqari modda. Asosligi savdo to'solg'ularni bekitish va savdoni burmalaydigan nuqtaliq davlatlarni, shundaqla bu davlatlarning odil bo'lmagan savdo usulini bekitishga ishlatadi. Amerika savdo vakillari qonunda belgilagan muddat ichida har bir nuqtaliq davlatlarning barliq usuli 301 tekshirishni yo'lga qo'yish kerak. Hammasiga yo'l qo'ydi. Amerika hozir Xitoyga qo'llangani mushu 301 moddaning 3-ning ichidagi eng ig'ir darajadan tashqari moddasi. Qo'llanyapti. Bayden hukumati hozir mushuni qo'llanyapti. Buning bilan Xitoyning eksporti texnik cho'ng krizisga duch keldi. Buningga bundaq xuddi Amerika butun texnikalarni chekladi, bojni ig'irlatdi. Xitoydagi zavodlarni chekindirib chiqib ketib bordi. Mushlar hammasi mushu darajaga yetganini qildi. Buni Amerika hozir qo'llanyapti. Bo'lsa, endi bugun biz 4-chi so'zlaydigan ishimiz Amerika Xitoyning Rossiya savdosi bilan chetishlik bo'lgan Xitoy bankasini jazolasa Xitoyga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bundaq deyishim Amerika dedi, Rossiyaga chetishlik Xitoy bankalarini biz jazolaymiz dedi. Endi bu jazolaymiz dedi. Endi bu jazo qanday ta'sir bo'ldi Amerika Xitoy bankalariga va Xitoy iqtisodiga? Amerika Xitoyning Rossiya bilan savdo chetishlik bo'lgan bankalarini jazolab, bu banklarni dunyo pul muomala sistemasidan kesib tashlash haqidagi tadbirni tuzyapti. Agar bu jazo amallashtirilsa, Xitoy iqtisodiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Pul muomala bo'lsa iqtisodning yadrosi. Xalqarodagi pul muomala mulozimati asosan xalqaro pulga tayinadi. Amerika dollari yadroliq xalqaro pul. Yevro bo'lsa dollardan qolsa ikkinchi cho'ng xalqaro pul. Xalqaroda savdoda, xalqaro chiqim sohasida, xalqaro savdo, xalqaro chiqim sohasida Amerika dollar birinchi, yevro,
Pond sterling Angliya puli, Yaponiya yeni, Kanada dollari, Avustraliya dollari bular birleşip təxminən 95%ni ətrafıda egallaydı. Xitay puli aran 3% ətrafı. Dünya soti asas muşlar buldu. Amerika 47%ni egallaydı. Euro 27%ni. Tekşürüp bakınlar və bunda xata болып qalishi mumkin. Amerika doim avval o'zi yolg'iz bir davlatning bankasini jazolaydi. Agar unumi yaxshi bo'lmasa, Yevro ittifoqi, Angliya, hatto texmi ko'p g'arb ellari bu muomala jazosiga qatnashadi. Masalan, Rossiyaning pul muomala jazosiga G7, Uyg'ur G7 deydi, G7ning hammasi qatnashdi. Agar Amerika Xitoy bankasini jazolasa, Xitoy iqtisodiga tuandagi ta'sir tez yuz berdi. Birinchi, Xitoyning xalqaro savdoga zarba berdi. 2023-yili Xitoyning eksport so'masi 2024dan tex chiqmadi, ha? Bunda odat 1 yildan keyin chiqadi. 2023-yili Xitoyning eksport so'masi 3422 milliard 300 milyon dollar. Bunun içinde Amerika ve Avrupa karta g'arb elga bo'lgan eksport so'masi 1600 milyar 300 milyon dollar. Umumiy eksportning 47,6%ni egallaydi. Rossiyaga bo'lgan eksport so'masi aran 111 milyard dollar. Umumiy eksport so'masining 3,2%ni egallaydi. Xitoyning umumiy tovar importni dedik, ham eksportni deyapmiz. Eksport nima? Xitoyning umumiy tovar importni deyapmiz. Xitoyning umumiy tovar import so'masi, mana bizlarda eksport chiqdi, import kirdi. Xitoyning umumiy tovar import so'masi 2563 milyard 600 milyard dollar. Bunun içinde g'arb ellerden import qilgan tovar so'masi 1019 milyar 500 milyon dollar. Bu import umumiy so'mning 39,8%, 40%ni egallaydi. Rossiyada import qilgan so'masi 129 milyar 100 milyon dollar. Umumiy importning aran 5%ni egallaydi. Agar Amerika Xitoyning pul muomala organlariga jazo yurgizsa, Xitoy eksport qiladigan davlatlarning 20 bilan va import qilgan davlatlarning 40% bilan bo'layotgan savdosiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Xitoyning import eksporti tez tushib ketadi. Xitoy statistika idorasining Xitoychilikqa Jungo Tongjiju deydi, bu donliq idora. 2023-yilga asoslanib ilib borgan hisobida Xitoyning g'arb davlatlari bilan bo'lgan import eksporti 10% tuallasa, GDP'si 1,5% tuallab ketadi. Masalan, bu GDP'sini 100 degan bo'lsak 98,5 tushib qoldi. 1,5 tushdi, tuallab ketdi degan nima degan gap? Yana 2 milyondan ortiq ishchining ishsizligini keltirib chiqadi. Hamda makro iqtisodga vositalik ta'sir bevosita ta'sirdan 1,5 ko'p bo'ladi. Pul muomala jazosiga uchirgan davlatlarga bo'ladigan eng cho'ng ta'siri bo'lsa, ularning xalqaro kirim-chiqim tangpungliqida va perevod nisbatida ko'rinarli chekinish bo'ladi. Rossiyani misolga olsak, 2024-yilning 1-4-kuni Rossiya Markaziy bankasi Rossiya Federatsiyasining 2023-yillik 12-oyga dastlabki mo'ljalni e'lon qildi. 2023-yili Rossiya xalqaro kirim-chiqim doimlik hisobot qoldiqi 2022-yildagi 238 milyard dollardan 50 milyard 200 milyon dollarga tushib, yana bir yilda 78,6% tushib ketgan. Taslimga asos 3dan 2% yo'q bo'ldi degan gapda bir ikki uqumni so'zlab o'tganda yuqorida makro iqtisod deb bir uqum o'tgan. Bu iqtisodda doim anglaysizlar bu gapni. Makro iqtisod degan butkul xalq egiligining va uning iqtisodiy faoliyati va tijorat ahvollarini ko'rsatadi. Misoli, buni konkret so'zlab o'tsam, bu nima degan gap desangiz, umumiy ta'minlash va umumiy ehtiyoj.
bir davlatning umum ta'minlash va umum ehtiyoj, xalq egiligining umumiy qimmati va uning ishish sur'ati, masalan, uy xalq egiligiga kirdi, uning ishish sur'ati, xalq egiligidagi asosliq nisbat munosabati, mol bahoning umumiy saviyasi, emgak bilan shug'ullanish umumiy saviyasi va ishsizlik nisbati, pul tarqitishning umumiy ko'lami va ishish sur'ati, import eksport savdosining umumiy ko'lami va uning o'zgarishi qator mushlarni hammani yig'ganda makro deydi. Makro degan qadimda grek tilidan kelgan butun nimani qoplaydi degan. Uningdan boshqa Baumgarten mikro deganni ishlatsa, mikro degan nihoyat kichik har bir shaxsiyning faoliyatini ko'rsatadi. Undan keyin yana birini so'zlab o'tgandim. Doim hisobot qoldiqi. Bu degan doim naqd pulni deydi. Mush naqd pul oldim, naqd pul berdim, naqd pul kursini ko'rsatdi qisqartib insanlar. Ikkinchi Xitoy ko'rsatgan ta'siri, Xitoyga sirtdan keladigan mablag' va kapital bozori zo'r kemaydi. Xitoyning oldingi 30 yil iqtisodining suratda eshishi xalqaro kapitalning nuqtaliq mablag' silish nuqtasi bo'lib qolganligidir. Butun xalqaro ishlar nuqta kelib ketdi, hatto bizni idoralarimiz sog'adi. Xitoy statistika idorasining aytishicha, Xitoy o'zining aytishicha, Xitoyga sirtdan kelgan bevosita selimisi 3345 milliard dollar. Zoyum 516 milyard 200 milyon dollar. Algan qarz 160 milyard 200 milyon dollar. Amanet puli 237 milyard 500 milyon dollar. Demek chet elliklarning qo'ldagi Xitoy mulkining qimmati 4646 milyard 200 milyon dollar. Mushunchlar Xitoyning mulki chet elliklarning qo'lida. Xitoyning tashqi periyod zaposi 3245 milyard 600 milyon dollar. Bu deganlik nima? Xitoy barliq tashqi periyod zaposini sarf qilsa-mu, yana chet elga 1400 milyard dollar qarz bo'ldi. Agar Xitoyga pul muomala jazoni yo'lga qo'ysa, chet eldagi mablag' solg'uvchilar muqarrar holda xalq puli mulkini tashlab sotadi. Sirtdan kelgan bevosita mablag' muqarrar holda mablag'ini chekindirib chiqib ketadi. Bir tarafdan chet eldagi mablag' solg'uvchilarning qo'lidagi 30% xalq puli mulkiga ega chiqmaydi. Yana bir tarafdan pay cheki bozori va doim bozori shiddat bilan tushib ketadi. Xitoy davlat tashqi periyod boshqarish idorasi, buni Uyg'ur savdogarlarning hammasi bildi deyman sirtlar. Xitoycha Jungo Goja Vayxuy Guanliju deydi. 2024 yılı 6. ayın 29 e'lon qilgan sonliq ma'lumotning ko'rsatishicha, buni Xitoy to'rda topolaysizmi? 2023 yilining oxirigacha Xitoyning tashqi qarzi qoldiq so'misi 2447 milyard 500 milyon dollarga yetgan. Agar Xitoy pul muomala jazosiga uchrasa, tashqi periyod kirim chiqimi nacharlashib, xalq pulining kursi shiddat bilan ketadi. Bir tarafdan Xitoyning değerini qaytarish va o'simini to'lash besimi ig'irlashib ketadi. Shunchalarcha qarz bo'lib ketgan, yuqori so'zlab o'tdim. U qarzlarning değerini to'laysiz, olgan doyimning, o'simini, değerini to'laysiz. Xalq puli har qatim 10% tushsa, Xitoy pulini dollarga almashtirib hisoblaganda Xitoyning chet el qarzi 11,1%. Xalq pul 10% tushsa, pulimiz bir tushib ketadi, Xitoyga haqqa to'laydigan o'simi 400 milyard necha million dollarning o'simi 11% o'sib ketadi. Yana bir tarafdan xalqaro darajada baholash apparatlari Xitoy hukumat, banka, korxonalarining innovat darajasini zo'r tushirib ketadi. Buning natijasida Xitoy tashqi qarzi vayron bo'ldi. Yuqorida tashqi qarzi qoldiq sumi degan birini o'tib ketdim, so'zlab o'tib ketdim. Buni so'zlab anglab so'zlab o'tib ketdi. Bir davlatning, bu nima degan gap degansanglar, bir davlatning yig'ilib qaytarmagan tashqi qarzi umumiy so'msi. Buni tashqi qarzi qoldiq so'msi deydi. Bu qarzi tur bo'yicha necha bo'lindi va qisqa shunday tushuntirib o'tdi.
Xitoyga yetkazilgan 3-chi so'mi. Agar Xitoy Amerika va G'arbning jazosiga uchrasa, Rossiyadanmi ig'ir ahvolga duch keladi. Buni bir nüfus nuqtadan qaraganda, bir necha nüfus nuqtadan qaraganda Rossiya aran 140 million odam bor. Rossiya Amerikaning jazosiga uchraganda uning do'stona davlatlari Xitoy, Hindiston, Iran, Turkiya, Chavshan qatorliq 3 milliard odam uningga yordam qildi. Yana 21 odam bir Rossga yordam qildi. Xitoy jazoga uchrasa, agar unda mana hozir Xitoy jazoga uchrasa, Xitoyni dushman deb qaraydigan 1 milliard 400 million nüfusi bor Hindiston hargiz Xitoyga yordam qilmaydi. Yordam bermaydi. NATO a'zosi bo'lgan Turkiyami amaliy yordam bermaydi. İran va Chavshan yana ba'zi davlatlarni qatqanda Xitoyga eng ko'p bo'lganda 500 million odam yordam berdi. Yana bir odam 3 Xitoyga yordam, bir odam 3 Xitoyga yordam qiladiganga barobar. Bu jihatdagi qiyinchilik Rossiyaga silishtirganda 60% aslida. Mush nimish 60%, 60 hassa. Hisoblab ko'ringlar. Bu yerda balalaringlar matematika o'rganayotgan bo'lsa hisoblab boqsin. Iqtisodiy nuqtadan qaraganda bularni o'zim hisoblab chiqqan. Iqtisodiy nuqtadan qaraganda Rossiyaning iqtisodiy ko'lami 2 trillion, aran 2 trillion dollarga yetmaydi. Rossiyaning do'stona davlatlari Xitoy, Hindiston, Iran, Turkiya, Chavshan qatorliq davlatlarning taxminan 22 trillion dollar GDP'si bor. Bu davlatlarning iqtisodiy amaliy kuchi Rossiyadan 11 hassa kuchli. Yana Rossiya o'zidan 11 hassa kuchli iqtisodiy manbadan yordam kelish ehtimoli bor. Hindiston bilan Turkiyani chiqarsa, Xitoyga yordam qiladigan do'stona davlatlarning GDP'si 3 trillion dollarga bormaydi. Bu deganlik, agar Xitoyga 1 dollar kerak bo'lsa, bu davlatlar aran 15 tin yordam qila oladi. Bu davlatlar shunda uni qilolmaydi. Xitoy duch keladigan qiyinchilik Rossiyaga silishtirganda 70 hassa ig'ir bo'ladi. Uchinchi, iqtisodiy qurilmadan qaraganda Rossiya energiya eksportidagi cho'ng davlat. Ularda kam narsa faqat iste'mol buyumlari va yuqori fan texnikalik mahsulotlar. Energiyaning almashtirishchanligi bir qadar kichik. Tanarxining elastiligi nihoyat erkin. Misoli, almashtirishga nihoyat kichik. Rossiyada energiya chiqadi. Men Rossiyadan olmay, mesela Angliyadan olay dəllanmaysiz, Angliyada neft yo'q. Uni almashtirishchanligi nihoyat kichik, muqim bir yer turgan. Lekin tanarxining elastiligi nihoyat erkin, uni tanarxi egilmas bo'laveradi. Misoli, xalqaro neftning bir tuni 140 dollar bo'lsin yoki 30 dollar bo'lsin, Rossiya setaverdi. O Krim kirdi, o'zi Krim oldi bo'lsin, chiqib sotaverdi. Bu tanarxining manchilik bo'lib ketdi, sotmayman, anchilik bo'lsa sotmayman demaydi, sotaverdi. Xitoy Rossiyaga o'xshamaydi. Xitoy hem energiya import qiladigan cho'ng davlat, hem sanoat buyumlari eksport qiladigan cho'ng davlat. Xitoy uchun o'rta sharqdagi energiya uzilib qolsa bo'lmaydi. Amerika Yevropa tova bozorini yo'qotishga yana bo'lmaydi. Intayin muhim shuki, Xitoy eksport qilayotgan buyumlarning almashtirishchanligi nihoyat cho'ng. Mesela Xitoy satmasa, cho'ng deganim, bu Xitoy ishlamasa oldi Yaponiya, Filipin hamma yerlar aktalaydi. Buni almashtirgani bo'ldi o'rinni. Neftga o'xshamaydi. Hozir shunday qilyapti Amerika. Unda boshqa davlatlar uning o'rnini to'ldira oladi. Tanarxining elastiligi nihoyat kichik. Masalan, qalam deydi. U qalamni siz Amerika, masalan, Rossiya dollarni neftni 100 dollar 40 dan sotadi, 30 dan sotadi. Siz qalam deganning foyzi bir qalamdan oldigan foyda masalan ya 1 tin 2 tin. Uning elastiligi nihoyat, uni tuvan tushamiga intayin tez. Tanarxining elastiligi nihoyat kichik degan yer shu. Shuning uchun Xitoyning xalq oradagi xaridorlarni almashtirish qiyinlik darajasi Rossiyanikidan xeyli cho'ng. Ukraina urush portlagandan buyon Xitoy G'arbning noroziligini izchil Amerika Ukraina urush portlagandan buyon Xitoy G'arbning noroziligini izchil nazardan soqit qilib keldi va nisiyatiga parvo qilmadi.
Rossiyaga harbiy sanoatda ishlatishga bo'ladigan mahsulotlarni davomli yetkazib beryotdi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken o'tgan yili Xitoyni ziyorat qilib kelgandan buyon Xitoy harbiy ishlarga ishlatgani bo'ladigan mahsulotlarni Rossiyaga eksport qilishni shiddat bilan Xitoy oshiryapti. Xitoy hozir Rossiyaga tok yo'li, aeroplan zapchastlari, mashina, uskunalar, istanuka qatorliqlarni ta'minlaydigan asosli davlat. Bu mahsulotlarning kirishi Rossiya harbiy ishlar sanoat iqtidorini asliga keltirishga yoki qayta qurishga asoslik yaratdi. Xitoy mablag'i 50% dan ortiq yoki to'liq mulkka ega Xonkongdagi Xonkong bir banka bor. Banka Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi pul to'lashni hamda xaridorlar shirkatining sodasiga kredit ta'minlashni qildi. Bular savdo qilgan bir banka bularning sodasini qildi. Rossiyani uzvatdi. Bir krediti bor, bir banka qilib bo'ldi. Xonkongda mush banka bu ishlarni qildi. Bunga mas'ul bo'lyapti. Wall Street Journal, Wall Journal'ning oshkorlashicha, Amerika hozir Xitoy mablag' solgan bu banklarning dunyo pul muomala sistemasi bilan bo'lgan aloqasini uzib tashlash jazolash tadbirlarini tuzyapti. 2024-oyda Amerika Moliya ministri Janet Yellen Beijingda Xitoy moliya ministri bilan uchrashganda munolarni bildirdi. Har qanday banka agar Rossiya davlat mudofaa sanoati bazasiga harbiy xalq qo'sh ishlatadigan mahsulotlarni yetkazsa yoki cho'ng soda ilib berishga qulaylik bilan ta'minlashga Amerikaning jazosiga uchirdi. Amerika bir davlatlarga harbiy ishni qilgan bo'lmaydi. Harbiy xalq degan nimasi desang, bu Xitoyning qilgan ijodiyati. Biz buni sening og'ini xalq ishlariga ishlatamiz, xalq zavodlariga ishlatamiz deydi. Amaliyotda uni harbiy ishlarga ishlatadi. Buni harbiy xalq qo'sh ishlatadigan zapchastlar deydi. Shaxsiy yoki korxonalarga qartilgan odatdagi jazoga solishtirganda bankining dollardan iborat dunyo sodasidagi asosli pulga erishish yo'lini uzib tashlash texmi keng ta'sirga ega. Shunga bu xil jazoni odatda eng oxiri vosita deb qartildi. Rossiyaga shunday deb ogohlanib uni eng oxiri uni qildi. Bu xil jazo ko'p chog'larda bankni vayron qilib, butkul xaridorlarga ta'sir ko'rsatdi. Xitoy kunsiri ig'irlashayotgan kredit masalasiga duch kelgan paytda bu xil jazo Xitoy iqtisodiga ajallik zarba berdi. Masalan, Amerika bilan Yevropa Rossiyaning cho'ng tipdagi pul muomala organlarini xalqaro chiqim to'lam sistemasidan uzvatgani 2 yildan oshdi. 2022 Rossiya neft bilan tabiiy gazni dollar o'rnida ishlatib gurkirab boqdi. 2023 kelganda o'zining puli bilan yana rubl bilan xalqaro savdo qilishga tirishib boqdi. Lekin 2023 3-fasldan boshlab Rossiya Markaziy bankasi har bir faslik xalqaro chiqim dokladida Rossiyaning xalqaro kirim chiqimini nacharlashib ketganligini, tashqi periodning kirish manbasining qurib ketganligini, rublning qiymati tushish besimi borgan-sari ig'irlashib ketib borganligini aynan doklad qildi. Bir 2 yil go'krab boqdi. İqtisod sohasida savdo mulozimati, aloqa mulozimati, binokorlik va uningga aloqador qurilish mulozimati, setilish mulozimati, muorif mulozimati, muhit mulozimati, pul muomala mulozimati, sog'lomlik va ijtimoiy mulozimati qatorliqlarning hammasini qo'shib umumiy mulozimat sudasi deb ataydi. Xitoyning transport, sug'urta, bilim-mulk huquqidan tortib xalqaro sayohatgacha bo'lgan mulozimat sudasining ko'p qismi taraqqiy topgan davlatlarga tava. Boshqa bilan qiladi.
Buningdan boshqa Xitoyning chet eldagi g'oyat zo'r sondagi o'qiyotgan o'quvchilar, chet elda turishliq organlarimi g'oyat zo'r g'arib puli orqali haq to'lashga muhtoj, dollar va yevro. Shuning uchun g'arib pul kirimi kamchil bo'lgan zamon Xitoyning mulozimat surati chiqim qiyin ahvolga tushib qoldi. Xitoyning xalq puli xalqaro chiqim sistemasi CIP Xitoyning Amerikaning SWIFT deganda Xitoyning xalqaro chiqim qiladigan organi bor. Uni CIP deb ataydi. Xalq puli bo'lsa erkin almashtirg'ini bo'lmaydigan, xalq aralashmagan pul. Shuning uchun Xitoyning o CIP degani SWIFTning o'rnini ololmaydi. SWIFTni tuanda tushundiramiz. Agar Amerika va G'arb Xitoyga pul muomala jazosi boshlasa, İran, Rossiya qatorliq davlatlardan boshqa ko'p sondagi taraqqiy qilayotgan davlatlarning asosli eksport bozori G'arb va Amerika. Bu davlatlar hargiz Xitoyning CPA'sini ishlab G'arbning tishiga tegmaydi. Masalan, Gollandiya, men unda Xitoy bilan savdo qilmay, Xitoyning pul sistemasi CIPA'sini ishlatmayman desa, Amerika unda bizni sistemadan chiqarib etmasa deydi. Shunda Gollandiya to'xtab Amerikaga keldi. Endi Gollandiya bir yaxshi davlat bo'lsa-ki, Amerika nima deb shuni ergishib mangdigan davlat. Amerikaning aşı keyinda nima desa oqtis, kunni oqtis oqdaydi, ko'ktisga qo'ya, Amerikaning keyinin ergishib mangdigan davlat Gollandiya. 5-bölüm. Bugün sözlemoqchi bo'lgan 5-nokta. Xitoy eng umid qilgan elektr avtomobil, quyosh energiyasi moduli va yerin o'tkazgich 3 kasb intayin keskin qiyinchilikqa duch kelyapti. 2024-yili kirgandan buyon Xitoyning arzon, yuqori fan texnika mahsulotlari dunyoni besib ketdi. Bu Amerika Yevropaning hushyorligini qo'zg'adi va buni yangi bir navbatlik adil bo'lmagan raqobat deb qaradi. Adil bo'lmagan degan xalqaro savdoda intayin odam o'xshash ig'ir nima chimolar bu. Bunda adil bo'lmagan oddiy bir bunday texnika deb qolmoqlar. Bu odam o'ldirgan degan o'xshash ig'ir jinoyat. Xitoy iqtisodiy shunoslarning ko'rsatishicha, Xitoydagi sanoat tarmoqlarining ishlab chiqarish iqtidori eshib ketishi, men yuqori tushundirdim, alomatlari nihoyat ruscha. Bulutlu quyosh energiyasi, batareya taxti, elektr avtomobil va po'lat temir qatorliq kasblar. Bu po'lat quyosh energiya batareyasi va elektr avtomobil hozirgi dunyoning aktivaga texnikalarning biri. Abay so'zlayotgan bu quyosh energiyasi aqsha bundan keyin to'planib ishlay mushni etilmas. Hozir 24 soat kunning nurini ola oladigan, kunning nuriga tugma bekor qiladigan narsa. Kelajakda boshlaydi buni bevosita. Hozir masalan Gollandiyada quyoshni kunni ishlatilmaysizlar. Sizlar aranlay bir yilda 150 kunda bulutli bo'lgan ekan bu. Mani ishlatyapsa sizlarni shu qayerda quyosh bo'lsa, akatlar davlatlar aklayveradi. Shuning uchun mangu bu quyosh nimasiga ega bo'la olasizlar. Xitoy davlat statistika idorasi Goja Tungjiju sonliq ma'lumotning asoslanganda 2024-yili 6-oyning oxirigacha Xitoyning 30% sanoat korxonasi ziyon tortib, 1990-yili Osiyo pul muomala krizisi mezgilidan yaratgan eng yuqori rekordni ishib ketdi. 500 mingdan ortiq korxonaga qartilgan tekshirishda ko'rsatilishicha 2024-yilning oldingi yerimda sanoat korxonalarining ahvoli shiddatla nacharlashib, ziyon tortgan korxonalarning soni 44% oshgan. 500 mingning ichida 44 oshdi degan qanday 220 ming korxona ziyon tortgan. Yana bu sonliq ma'lumotlarning ko'rsatishicha, Xitoyning avtomobil setish miqdori 2023-yili shu mezgildagidan tuvanlagan. Davlat statistika idorasining Goja Tungjiju idorasining 2024-yili 8-oyning 7-kuni e'lon qilingan sonliq ma'lumotning ko'rsatishicha, 7-oyda eksport mo'lchardagidan tuvan bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda qarzga ko'milib ketgan yerlik hukumatlar qiyin ahvolga
qiyin ahvolda qolgan korxonalarni qutuldirishga madori yetmagan. Burunlarda hukumatning pul bor vaqtida bir chet elliklar bo'lgan korxonalarning ahvoli qiyin bo'lsa, hukumat pul berib turadi. Hozir yerlik hukumatlar o'zi qarzga cho'milib ketdi. Davlat statistika idorasining hisobida navbatda har qaysi shaharlar va o'lkaning qarzi, shaharda o'lkaning qarzi bu davlat emas, shaharda o'lkaning qarzi 60 trilyon yuandan oshgan. 60'ning keyin 12 kun yo'l ketdi. Ammo iqtisodiy mutaxassislarning mo'ljallashicha qarzining ko'lami buningdanmi xeyli ustun. Amerikada iqtisodshunoslar, Tayvandagi iqtisodshunoslar aytishicha bu 60 trilliondan bir asli yuqori deb ko'rdi. Bu vaqtda 100 trilliondan yuqori. Elektr avtomobil kasbi jihatda 2023-yilning 5-dan buyon oz deganda 8 cho'ng tipdagi avtomobil shirkati ishlab chiqarishni to'xtatdi yoki to'xtatdi. Xitoyda 8 cho'ng avtomobil shirkati to'xtatdi. Ba'zi mo'ljallarga asoslanganda 2023-yili taxminan 52 ming elektr avtomobilga munosabatli korxonalar vayron bo'lib, 2022-yildan 90% oshgan. 2022-yilgi avtomobil yasab, uning miqini yasaydigan shirkat, aynigini yasaydigan shunday shirkatlar bo'ladi, yasaydigan, ta'minlaydigan. Shu shirkatlarning 90%ni 52 mingdan oshgan shirkat bor Xitoy bo'yicha. Shuning 90%ni vayron bo'lgan. 52 ming 90%ni 46-47 ming bu. Quyosh energiya kasbimi jiddiy va qattiq reallikqa duch keldi. 2024-yili ko'p sondagi quyosh energiyasi detalining bahosi o'ttircha ishlab chiqarish bahosidan tuvan bo'ldi. O'ttircha ishlab chiqarish bahosi tuvan bo'lgan ziyon tortildi sotdi. Mo'ljallashga qaraganda baho yanada tuvanlaydi. Buning natijasida bu kasb ichidagi nurg'un shirkatlar ishlab chiqarish ko'lami nurg'un shirkatlar ishlab chiqarish ko'lamini tez qisqartirdi. Yerlik hukumatlar mablag' silishning muhim nuqtani tuvan darajalik chip detalga qaratgan. Amerika bilan chipni chalganda ular maqlab 4 shu qilamisak ko'nroq chipni ishlayli deganda ishlalaymiz uningga degan. Shuning bilan bu butun hukumat o'sha chipni ishlashga mablag' topgan. Bu zapchastlarning ta'minlash miqdori hozir ig'ir darajada oshib ketib, bu zapchastlarni ishlab chiqargan shirkatlar bas-basta vayron bo'ldi. Anliq ma'lumotlarning ko'rsatishicha 2023-yili Xitoyda chipga munosabatli 11 mingga yaqin shirkat vayron bo'lgan. Har kuni taxminan 30 ga yaqin shirkat taqilib ketdi. Yuqorida so'zlab o'tgan elektr avtomobil, quyosh energiyasi va tuvan darajalik chipdan boshqa Xitoydan iborat dunyodagi eng chong po'lat ko'mir bozorimi hozir qiyin ahvolga tushib qoldi. Ko'p yil uyumlik kasatchiligini boshdan kechirishdan keyin Xitoyning 1 milliard tonna ishlab chiqarish iqtidoriga ega po'lat ko'mir kasbining bahosi shiddat bilan tuvanlab ketdi. Foydasi ig'ir darajada azaydi. Albatta po'latni ishlatadigan inji qiyoshi uyumlik zavodlari bular bo'lmasini ishlatilmay bo'ldi. Xitoyning po'lat ko'mir kasblari jon beqish uchun tuvan baholiq po'lat materiallarini dunyoga eksport qilyotdi. Bu qilmishi barg'ansiri nurg'un davlatlarning noroziligiga va qarshilikqa uchrayotdi. Amerika, Vyetnam, Saudiya Arabiston va Chilini o'z ichiga olgan davlatlar savdo tadbirlari orqali Xitoyning po'lat ko'mir iqimiga taqobil turishga boshladi. Po'lat ko'mir kasbining setib olish direktorining oshkorlashicha Xitoydagi po'lat ko'mir kasbining setib olish direktorining oshkorlashicha Xitoy ichidagi po'lat ko'mir kasbining ahvoli davomli yomonlashmoqda. Binokorlikda ishlatiladigan po'lat chiviq. Bunday uzun chiviq bo'ldi-ku, mana bog'laydi ko'rdinglar, har bitta avval binoni qo'rqmish chiviqni tiklaydi-ku. Shu chiviq bo'lsa 2017 yildan buyangi eng tuvan chekka tushib qoldi. Avtomobil va elektr soymonlari ishlatiladigan
Kızdır porkataş bu bir maşina. Kızdır porkataş deydi. Bahası 4 yıldan bu yankı en tüven çekke çıkıp kaldı. Nurgun tənərxi bir qədər yuqori materiallarını təminləydigan işləp çıxarğucular hər bir tonna material işləp çıxarışda ziyan tatıvatqanlığını itdi. Bu Xitayның içidəki özlərinin dəvatqanı Wall Street gazeti mundaq dep ko'rsatdi. Tırnaq içində işləp çıxarış iqtidarı eşib ketiş məselesi Xitayның g'oyat zo'r uy mulkining vayron bo'lishi bilan bir vaqtda paydo bo'lishi hargizmi tasodiflik emas. Uy mulk vayron bo'lish po'lat to'mir va boshqa qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyojini tizginladi. Xitoy uy mulk bozori davomli pastgo'yga tushib qolsa, Xitoyning oilalari pulini xarjlamay davomli omonat qo'ysa, Xitoy yanada yosmachilik orqali iqtisodiy qiyinchilikdan qutulmoqchi bo'lsa, Xitoyning ishlab chiqarish iqtidori eshib ketish masalasi mohiyatlik yaxshilanmaydi. Vaziyat yanada davomli nacharlashadi. Xitoy hozir degani Xitoyning masalanga pul Xitoy hozir xalqlar pul xarjlamay turib bor. Pul xarjlamaganki nima bo'ldi? Bozordagi narsa sotilmaydi. Bozordagi narsa sotilmaganki nima bo'ldi? Zavodlar ishlab chiqarilmaydi. Zavodlar ishlab chiqarilmaganki nima bo'ldi? Zavodlar foyda yemaydi. Foyda yemagan bo'lsa, zavodlar odamlarni qisqartirdi, odamlarni bo'shaytirdi, yo zavod vayron bo'lib taqmaydi. Hozir Xitoyda mushu vaqa bo'ldi. Hozir dunyo bo'yicha oldingi 40 organ, tüydi ayligi, Wall Street'ning gazetining tüydi. Hozirgi dunyo bo'yicha oldingi 40 organ Xitoyni tashlab ketib bordi. Shveysariya bankasi e'lon qilgan eng yangi dokladdan ko'rsatishicha 8 e'lon qilgan dokladda dunyo bo'yicha oldingi 40 cho'ng mablag' solg'uvchilarning Xitoy pay chekini setib etish saviyasi paychikni setib bilish saviyasi 10 yildan buyangi eng tuvan chekka yetdi. Hech kim Xitoyning paychikini olmayapti. Buning ichida Shveysariya bankasi o'z qo'llab tekshirgan chet el mablag'idagi tashabbuskorlik tipdagi 820 fondining taxminan buni chet el mablag'idagi tashabbuskorlik tipdagi aktiv tipdagi 820 fondi taxminining 190 fondi Xitoy paychikining hammasini qo'ldan chiqarilayotgan gapda 15 dunyo fondi 2024 yil 2 faslida qo'lidagi barliq Xitoy paychikini setyapti. Hamda bu yuzlanish yanada tezlashyapti. Boshqalar hammasi Xitoy paychikini setyapti. Xitoyning iqtisodiy kundan kunga nacharlashib, Apay degani Xitoydagi eng cho'ng paychakning ismi, uni A deb ataydi. Amerika masalan Dow, Nasdaq deganda sizlar Gollandiyada cho'qim eng cho'ng bir paychak bor. Eng qiziqarli hamma oldigan. Shu Apay Xitoycha Apay chekining isboti dunyo bo'yicha eng tuvan chekka yetib, chet el mablag'lari qechib ketib bordi. Tunji Xitoy shirkati bilan chet el shirkati sheriklashib ochgan mablag' silish bankasi. Buni Xitoycha Zhongjinkung deydi. İngilizce China International Capital Corporation Limited deydi. Yaqında e'lon qilgan dokladning ko'rsatishicha 2024 yili 6 oydan buyon Apayni davomli tuvaltyapti. 6 oy 7 oygacha chet el mablag'i sap 63 milliard 700 million yuan Xitoydan eqib chiqib ketdi. Xitoy pay bozoridagi chet el mablag'ining chekinishi texi masalaning faqat bir qismi. Xitoy siyosiy iqtisodiy uzluksiz nacharlashgan muhitda chet el savdogarlarining mablag' silish uda 13 oy tuvalladi. Xitoy hukumat sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 2024 yilning oldingi yarmida Xitoyning amaliy ishlatilgan chet el mablag'i so'msi 448 milliard
910 milyard yuan bo'lib, 2023-yildagi o'xshash mezgilda 29,1 tuvallab ketdi. 2004-yil, 2024, 29, 3dan 1 tuvallab ketdi. 2023-yili 6-oydan buyon uda tuvanlash vaziyati davomlashyapti. Nanhua Xitoydagi cho'ng universitetning biri. Nanhua universiteti xalqaro ishlar va korxonshunoslik fakultetining professori Xu Guoxiang bu yil bu cho'ng professor Xitoydagi iqtisodshunosning biri bu yil 9-oydagi tahlil qilishda bu yil debmi 2024-yildagi 9-oydagi tahlil qilishda Xitoyning navbatdagi iqtisodining chekinish vaziyatini qutquzib qilish iqtidori qolmadi. Bu Xitoy o'zining indonli professorining degan. Xitoy iqtisodining erkinligiga va bexatarligiga qat'iy kapolatlik qilg'ini bo'lmaydigan vaziyatda kim yana Xitoyga mablag' soldi? Shunga Xitoylar chiqib ketib bordi. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan 6-bo'lim. Xitoydagi banka kasbi krizis va ishlab chiqarish iqtidori eshib ketish balasi. Az yuqorida qisqa o'tgan qisqa tafsillik o'timiz banka bo'lsa mutlaq ko'p sonli Xitoy oilalari mol mulkini yana pulini omonat qo'yadigan eng oxirgi bexatar port. Paraxodlarning bexatar porti bo'ldi, eshak saqlaydi, bo'ron chopqinda saqlaydigan. Xitoydagi banka shu port, boshqa yoq qo'yadigan yeringiz yo'q. Amerikada paychak olasiz, masalan, uyib qo'ysangiz bo'ladi, bir savatga mablag' har xil kelib haqlar mablag'ini tarqitadi. Xitoyda asosan zavod qilsangiz u yerda ehtiyoj yo'q, o'g'lab ketadi. Shu haq shu pulni banka qo'ydi, u yerda boshqa ish yo'q. Uyg'ur savdogarlar gaylari bino sog'anlar bor, ularning hammasini joylayapti. Hozir mushu Xitoy fuqarolarining bexatar porti bo'lgan Xitoy banka kasbi xatarlik ahvolga tushib qoldi. 2024-yil 10-oyda Xitoyga paychiki bozorga silingan shirkatlar paychiki bozorga silindi. Shirkatlar oldingi yarim yillik moliya dokladlarini orqa-orqadan e'lon qildi. 10-oyda e'lon qildi uni. Ba'zi axborot vositalari bu dokladlardan mundaq masalani bayqadi. Doklad e'lon qilganki iqtisodshunoslar uni analiz qilib, qurmuqur analiz qildi. Bu bozorga silingan 42 bankalar bozorga soldi paychikini. Bu bozorga silingan 42 bankaning xizmatchilarining soni 20 yil ichida 40 ming odam azaygan. Bu qisqartirilgan 40 mingning ichida Xitoyning 6 cho'ng bankasining xizmatchilarining 20 mingdan oshadi xizmatchi. Shuning bilan bir vaqtda qisqartirilmagan xizmatchilarning maoshi o'ttiracha maoshdan 5321 yuan tuvalligan. Odatda bozorga silingan bankalarning hammasi pul muomala sohasida dongliqlar. Bankalarning ahvoli dongliqlar. Bu dongliq bankalar xizmatchilarning maoshini tushirishga boshlagan bo'lsa, ko'lami kichik bankalarning ahvoli qanchalik yomonligini bilalaymiz. Masalan, o'lkalik bankalar, shaharlik bankalar, noyalik bankalar. Axborot vositalarining oshkorlashicha, paychiki bozorga silingan bankalarning 1100 dan ortiq yuqori darajalik amaldorlari xizmatdan istiqbo bergan. Bu Xitoylarning atyon dedi 42 paychak solgan bozorlardan, paychak solgan o'zini paychak bozorga solgan bankalardan 101 ming cho'ng amaldorlar chekinib chiqdi. Bu Xitoy pul muomala kasbining yana bir krizisi alomatining signali. Xalqaro banka kasbining odatdagi qonuniyatiga asosan banka sistemasining mavjud bo'lib turishiga ehtiyoj bo'lgan sop paydo farq ogohlantirish tizimi 1,8% bo'lishi kerak. Men yuqorida hisob farqini dedim, siz bankadan qarzni bir odamdan pul olsangiz, uningga persent bersiz. Endi uning pulini yana bir odamga qarz bersiz, uningdan ko'proq olsiz. Uning ikkisining farqi sizning bankangizning foydasi bo'ldi. Endi xalqaro bo'yicha foydasi 1,8% dan tuvan bo'lsa, banka vayron bo'lishga boshlaydi. Masalan, men banka pul qo'ysam, menga 5% berdi. Bular bu yana bir yerga bu cho'qim 6,8% dan yuqori persent ilish kerak ekanda.
birisi kerak. Ogohlantirish sijiqdan tuvan, ya'ni 1,8%dan tuvan banklar ziyon tortishga boshlaydi. Xitoy iqtisodshunoslarning oshkorlashicha, 2023-yili 4-faslida Xitoy davlat banklarining sop foyda farqi 1,5%dan tuvanlab ketib 1,8%dan tuvan bo'lsa bo'lmaydi desa, Xitoyning 1,5%dan tuvanlab ketib, allaqachon xatarli oraliqqa kirib ketgan. 2004-yilning oldingi yarmida Xitoy savdo sanoat bankasining sop foyda farqi oram 1,43% bo'lib, chiqimi kirimidan ko'p bo'lib ziyon tortgan. Fuqarolarning omonat pulini xarjlashdan boshqa xarjlab yashashga tushib qolgan. Banklar hozir o'zininki bank qarzi pul topmamoqda, biz fuqarolar qo'ygan pulni xarjlab jon beqiyotdi. Endi xarjlasa u pul tugaydi-da. Hozir Xitoyda banka qanchalik cho'ng bo'lgan sari eski qarzi shuncha cho'ng bo'ladi. Xitoyda bu eski qarzi 100 trillion yuanga bordi. Banka amaliyotda bundaq zo'r miqdordagi eski qarzni bartaraf qila olmaydi. Yomon qarzi desanglar bo'ldi, nachar qarzi desanglar bo'ldi, eski qarz deb olmaydi. Faqat omonat qo'yg'ichilarning pulini xuritib, hukumatning vayron bo'lib ketmasligiga kafolat qiladi. Shuning bilan bir vaqtda cho'ng, o'rta, kichik banklarning tog'dak dövləngan eski qarzi oldida Xitoyning banka orqali iqtisodini harakatlantirgich mumkinchiligi borgansiri kichiklab ketib boradi. Iqtisod qancha nachar bo'lsa, bankaning eski hisoboti tez suratda ustiga dövlənadi. Oxiri banka bardoshlik berolmaganda omonat qo'yg'uchilarning cho'qim falokatga bosadi. U vaqtda banka vayron bo'ldi. Banka vayron bo'lgandan keyin nima bo'ldi Xitoyda? Hammasining banka qo'ygan puling yo'q bo'ldi. Omonatcha xarjlab bo'ldi, banka yo'q, ziyon tortdinglar deydi. Banka qo'ygan bir tavakkülchilik. Hozir moliya kuchi cheklik bo'lgan har darajadagi hukumatlar bankadagi oilalarning omonat pulini xuddi o'zining pulidek xohlagancha buzib chechiyotdi. Bu xil tijorat andizasi oilalarning omonat pulini tez quritib yetib boradi. Bu oxiri hokimiyatni terab turadigan eng oxirgi turkni, yana banka sistemini quritib tashlaydi. Yana bir tarafdan Xitoyning ishlab chiqarish iqtidori eshib ketish ahvoli Xitoyga balo akilyotdi. Xitoyning ishlab chiqarish iqtidori eshib ketish masalasi Xitoyni dunyo ommaviy dushmanga aylantirdi. Bargansiri ko'p davlatlar Xitoyga qattiq tadbir qo'llanyotdi. Korxon, pul muomala operatlari, davlat hukumati va yuqori qimmatidagi shaxsiylarni turli pul muomala mulozimati bilan ta'minlaydigan Amerika Golden Sachs shirkati Xitoyning quyosh energiyasi, foto elektr ekrani, litiy-ion batareyasi, havo tangshiguchi, elektr avtomobil, po'lat ko'mir, quvvat yerim o'tkazgich bilan ta'minlash yuzlanishi qatorliq 7 kasbga eng yigi tahlil qilib, po'lat ko'mir va quvvat yerim o'tkazgichdan boshqa 5 kasb dunyo saviyasidagi ishlab chiqarish iqtidoridan eshib ketganligi, ortiq ishlab chiqarish iqtidori eksport orqali dunyoga eqib ketib borganligini ko'rsatdi. Bu men yuqorida so'zlab o'tdim, ishlab chiqarish eshib ketgandan keyin endi sotolmaysiz. Siz dunyoga arzon baho sotman deysiz. Qanday sotsangiz, shirkatingiz yana ishlab chiqarolmay eng oxiri vayron bo'ladi. Sonliq ma'lumotlarning tahlil qilish orqali Xitoyning ishlab chiqarish iqtidori ichida eng ig'ir eshib ketgan quyosh energiyasi, foto elektr ekrani ekan. Xitoyning ta'minlash iqtidori 1306 gigavatdan oshadi.
Bu dünya ihtiyacı 533 gigawattdan 2'siga teng keladi. Dünya mançıklar dünya ihtiyacın 2'si köp. 2004-yılı Xitayning ta'minlash iqtidori texmi yuqori bo'lganligi ro'shanlashyapti. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy elektr avtomobil ishlab chiqarish iqtidori butun dunyodagi elektr avtomobil ehtiyojining 1,2 hassiga teng keladi. Litr batareya bilan ta'minlash iqtidori Xitoy ichidagi ehtiyojining 3,3 hassiga, dunyo ehtiyojining 1,5 hassiga teng keldi. Yuqorida gigawatt dedik-ku, Xitoyninki qilayotgan 1336 gigawatt. Gigawatt degan nima bo'lsa, bu elektr sohasiga atalg'u. 1 gigawatt degan 1 million kilowatt. 1 kilowatt degan 100 watt. Yani chiroqning 100 wattlik chiroq. Shuning uchun 1300 gigawatt degani Xitoyning yilsak aşı 100 wattlik chiroqdan 10 milyard 360 milyonu yasaydı. Dünya 8 milyard bo'lmaydi odam bor. Chiroqdan aşı degani hozir ta'minlab bo'lgan dunyo Xitoyninki 10 milyard 360 milyon 100 wattlik chiroq. Uylar 100 wattlik ishlatmaymiz-ku. Uni ashlarni hisoblasanglar 30 milyardlik chiroq. Amerikaga taqobil turish uchun Xitoy strategiyalik sohadagi ishlab chiqarish andizasini tez oshirdi. Bo'libmi 2023-yildan boshlab elektr avtomobil, aql iqtidor qatorliq yuqori darajalik yasash kasbiga mablag' selishni kengaytirishni tashabbus qildi. Hukumat yana zamin ishiltish huquqini tuvan bahoda setib berish, bajda e'tibor berish va to'liqlama berish orqali bu mablag'larga qo'shimcha yordam qildi. Amerika Xalqaro strategiya tadqiqot markazining sonliq ma'lumotlarining ko'rsatishicha, Xitoy 2029-yildan 2022-yilgacha bo'lgan mazgilda umumiy so'mi 170 milyard dollardan ko'p to'liqma bergan. Lekin Xitoyning bir qulluq yaratgan ortiq ishlab chiqarish iqtidori boshqa davlatlar bilan bo'lgan savdo surkilishini keltirib chiqarmoqda. Po'lat temirni misolga olsak, Xitoy tamojnisi Xayguan deydi Xitoycha. E'lon qilgan eng yangi sonliq ma'lumotning ko'rsatishicha, 2024-yil 9-oyda Xitoyning po'lat material eksport miqdori 10 milyon 150 ming tonnaga yetgan. 9-oyda. Po'lat materiali yetgan. Bulturqi shu mezgildan 26% oshgan. Bütün yıllık eksport miqdori 100 milyon tonnadan eşib 8 yıllık rekordni yaratgan. Şunun bilan bir vaqtda po'lat temir eksporti ko'payishi bilan bir vaqtda baho tuvallab bulturqi shu mezgildan 12% tushib ketdi. Po'latni jiqsatdi, topgan foyda 12% tushib ketdi. Bu yılning oldingi 8 oyda Xitoy eksport qilgan po'lat temir shu mezgildan 32% Xitoy bu azaydi. Xitoyning bu qilmishi, Xitoyning po'lat temir shu mezgildan 32% oshdi. Ammo eksport so'mi topgan puti 11% azaydi. Po'lat 40% eshib ketdi, lekin azon sotgandagi kirimi 11% tuvalladi. Xitoyning bu qilmishi bargan siri ko'p davlatlarning noroziligini qo'zg'adi. Turkiya va Indoneziya o'z ichiga olgan bir qism davlatlar Xitoyning po'lat temir mahsulotlarini to'kma qilib setishiga qarshi tamojna beji qo'ydi. Turkiya ham qo'ydi buni. Bu yil Yevropa ittifoqi Amerika, Braziliya, Vyetnam, Hindiston, Malayziya qatorliq 12 ittifoqdosh gavda Xitoyga 28 savdo tekshirishni boshladi. Bu oldingi 3 yildagi dilo umumiy sonining 3 hassidan eshib ketdi. Agar bularni amalga Xitoyning butun nimasi eksport qilolmaydi. Kasbiy xodimlar bu yuzlanish 2025-yili davomlashidi, natijada Xitoyning ahvoli texmo nacharlashidi deb ko'rsatdi. Po'lat temir faqat Xitoydagi nurg'un ishlab chiqarish iqtidori eshib ketgan kasblarning biri.
Endi ko'ryapsizlar bu Xitoyning ishlab chiqarish uni ishlavergan bilan uni oldigan ish bo'lsa bo'ldi. Boshqa davlatlarga arzon bahosi sotsa, u davlatlar cheklaydi, boshini ig'irtadi, o'zini qo'g'daydi. Mushlar hammasi birlashib Xitoyning 4 tarafdan mushlar qamab iqtisodiy jinni ilyotdi. Men oxirida bugungi suyutda men Rossiya, Iran qatorliq davlatlarning pul muomala sistemasini palak holga silib qo'ygan SWIFT degan hukumga tushuncha beray. Endi inglizcha SWIFT deydi, endi uyg'urcha SWIFT deymizda. Rasmiy ishga akila olamsiz, bo'lmasiz bu yerda. Rasmiy ishga. Mana SWIFT bo'lsa, Dunyo banklar ara pul muomala telegraf jamiyati deganning jumlasi. Mana mayada inglizcha yozib qo'ydim, buning to'liq ismi Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Mushning so'zni har birisining oldidagi so'zni men qizil harf bilan yozib qo'ydim, yig'ib SWIFT deb qisqartib ataydi. Bu ko'pincha xalqaro pul va bexatarlik yutkashga kapolat qildi. Xalqaro pullarni yutkashga bexatarlik bo'lsa, uningga kapolat qildi. U g'oyat zo'r uchur to'ri. Pul muomala operatorlari uni ishlatib pul avatishga o'xshash uchurlarni tez, to'g'ri, bexatar yo'llaydi. U xalqaro pul to'lash rostchut qilishdagi eng chong va eng oddiy usul. Qisqartib aytsak, u bir pul muomala kasbiga mulozimat qiladigan dunyo aloqadir. Xuddi masalan ikkimiz so'zlayapmiz. Buni ikkimiz uddula so'zlamaymiz. Endi sizlar Gollandiyada qandaqki biz buni so'zlashga to'r ishiltish haqqini setib olamiz. Sizlar olamsizlar, olmamsizlar to'r bekormi? Unos yo'q. Bizda pul yo'q. Pulni qoldirdi. Siz qilgandiki menda bir kichik sanduqni biz Amerika uyimizga qo'yib berdi. U sanduq modemmi? modinni. Qo'yib bergan o sanduqdan bir telefonni menda achqib kompyuterdan sonra yine sancaydı. O kompyuterin yine aşağı yerde hiç koysam ki aşağı yerde manda küçük bir ulağı var. O onun kırgendiki o ulağı an ekapmış modern hem modern hem uçur yolluğu ki manınga yollaydı. Bu ende sizin mağlanısının etrafında şu bütün muş rayondakilerin mülazimetini kıldığan bir mülazimet maşinesi var. Mülazimetçi server mülazimet. Şununla yütkeydi. O endin onu o bir bütün ilaka çoğun mülazimet merkezine şu sizin mesela bunda neçi mülazimet şirket şu şirketin baş şirketki çoğun mülazimet sandığı yütkeydi. O sandıktan endin halk aralık tor potaga avitudu. Dünyada bütün halk aranın torini almashtırgan 3 mashin var. 3 Amerika'nın kolda. Biri Amerika'da, 2 yardımcısı, biri Yaponiyada, biri Germaniyada. Bizden kağa işkimizden sözü atkan uçuri, en ahırı hemmisi muşunda arqılıp eşeğe berip eşeğden kıldı. Eşeğden toxtab kesse, mesela biz bir xil toxtab ketimiz. Abay okşaş, mesela mening uyimni yenimdiki motor deb qo'yayli. Bu yo'qab kesse, abay birdam yo'qab ketgan, biz toxtab qoldik. Alaq ulaq bo'lmadi. Bu SWIFT muşnu rolunu oynaydı. Onun baş ştabi bu SWIFT deb o'qiyveray. SWIFT'ning baş ştabi Belgiyada. Bulup dünyadaki 11 mingdan ortiq banka ve pul muomala operatorlari o'ttirishga savdoga qulaylik yaratadi. U dunyo iqtisodini qo'llash jihatda muhim rol o'ynaydi. U bir mulozimat. Endi birinci SWIFT degan nima? İkinci SWIFT SWIFT qandaq barliqqa kelishni orqa ko'rinishi. Bu orqa ko'rinishimi endi o'rganishda biroz qisqa so'zlab o'tib ketay. Burun pul muomala operatorlari asos taliski degan manda bir telefon urib bir-birisiga telegram orqali yo'llaydigan uchurni. Sistemasiga tayanib savdo uchurini yetkazadi. Burunlarda Ikkinchi dunyo urushining filmlarini ko'rsanglar shundoq. Bu sistema butunlay avtomatsiz mahsulot. Yana qo'l mahsuloti edi. Kasb miqdori cho'ng bo'lmaganda qulaylik edi. Savdoning dunyolashiga ergishib, chegara halqagan perevod ehtiyoji shiddat bilan oshdi. Dunyo savdo bozori unumi texmi yuqori, tannarxi texmi tuvan sistemga muhtoj bo'ldi.
Misal 2022-yili Swift'te her kuni 50 milyonga yaqin uchurni bartaraf qiladi har kuni. Bank uchurni pul muomala. Swift'te mushundaq ehtiyojni qondirish uchun barliqqa kelgan. 1973-yili Amerika, Kanada qatorliq 15 davlatdan kelgan 239 banka birlikte Swift'ini kurdu. Bu mülazimetini kurdu. Biz hemmimiz müşahidin uçurunu top alaylıdır. Swift'te kurulgandan keyin umumi yuqori, unumi yuqori, bahası tuvan bulgaçqa bazar tedrici qabul qildi. Hozir dünya. Bugun kunda o 11 mingdan ortiq banka ve pul muomala apparatları o'ttirishga savdoga qulaylik yaratadi. Buning uchun bankalar hech nima qilolmaydi. Bu misol. Üçüncü, Swift'nin mulazimeti basqıçta qanday qiladi? Men bir misol orqali so'zlab qo'yay. O'zim chiqqan misol hamda gayalarda avsaga chiqib ketib qolamdim deb uqmayman. Masalan, men sizga $100 avatmoqchi bo'lay. Mening Amerikadagi bankamni A banka deyli. Sizning Gollandiyadagi bankingizni B banka deb atayli. Her ikimizning bankasida hisobimizni aniqlaydigan vakolatchi bor. Pulimiz kirib qanchalik qaytadi qilib turdi, uni hisoblab turdi. Bo'ladi, vakolatchi bo'ladi. Bu vakolatchi odam bo'lishi mumkin yoki kompyuter bo'lishi mumkin. Bu $100'ni sizning qo'lingizga borgacha mundaq bosqichlarni besib o'tadi. Avval bu $100 Swift. Ben sana Swift orqali uchur yo'llay, mening vakolatchimning yiniga boradi. Mayli bu pulni men chek yozay yoki elektron usul bilan avday. Birinchi qadam mening bankam men avatmoqchi bo'lgan periyod pulni Swift orqali mening hisobatimdan aniqlaydigan vakolatchiga avatadi. İkinci qadamda davlat halqan dollar sotli hisobotni aniqlaydigan shirkat, chip degan shirkat bor. Bu pullarning haqiqatan kirib chiqib qanchalik chiqyapti kirimni qilgan, ya'ni chip degan shirkat orqali mulozimat Swift meni mayaga avtadi. Buning orqali mening vakolatchimim bilan sizning vakolatchingizning hisobini aniqlab $1000 mablag'ni ajratib beradi. Uçurunu dolayımız. Uçuru bağlandıkça ma banka bunun pulu baka deydi. Ende o pulumunu mine bankamda acırtıp berdi. Üçüncü kademde sizin vakalatçınız bu pul rast pul kadar Swift'e avtudu yana. Bu rast pul kadaydı. Swift'e avtup arkalık pul vakalatçı uçurunu sizin bankınızga yetkilip berdi. Sizin bankınızda $100 bulundu. Bu bir işkimiz adır bir Muşu pul uçuru muşunçılar basqıçını açtı. Muşu bütün uçurlarını muşta yütkep kılıp kıldığında ma ketdi, ma keldi, ma bankaga bardı bütün kıldığında muş Swift kıldı. Swift bulunsa hiç qanday uçur, hiç ne mangmaydı. To'rtinchi, yuqoriki misoldan ko'ra olamiz, Swift'ni o'zi mablag'ni aniqlab raschut qilmaydi. Uning bank faqat mablag' o'zgarish to'g'risidagi uchurni yetkazishga mas'ul. O xalqaro chiqim raschutning uchur iqimi. Uchur iqimining mulozimatini qiladi. Mablag' iqimining mulozimatini qilmaydi. Mablag' xuddi masalan ishkimiz so'zlayapmiz. Mulozima cho'ng turbat bu ishkimiz so'zlayotgan mulozimatlar internet boshqaruvga chattig'i yo'q. Bizning uchurimiz mayaqki bir mulozimatchi saqlandi. Ular faqat ishkimizni almashtirib berdi. Mablag' iqimi haqiqiy hal qiladigan mablag' hisobot sistemasi, masalan, yuqorida so'zlab o'tgan chip, Xitoyning CIP'si qatorliq to'lash sistemasi. Swift bilan ulangandan ondan xalqaro haq to'lash hisobini aniqlash kasbini ta'minlaydi. Masalan, Ironni cheklavyapti. Iron hech narsa bilan savdo qilolmaydi. Nimishqa Swift'ni chiqarayotganki, Iran avatga hamma uchur Iran avatga hech narsa bormaydi. Rossiya mi qilolmaydi? Qanday qildi Rossiya shuni? Iliq davlatlar oltin berib birindan qiladi. Chunki mancha pul oldim degan nimani Rossiya sasa o to'r qabul qilmaganki, uchurni nima ketganligini uqmaydi. Hech kim qabul qilmaydi, taqilib qoldi. Xuddi iliq burun xatchaq qilganda pochtaxona etilib qoldi. Pochtaxona xatchaq yozmaydi.
Xatchak qilmaydi. Faqat xatchakni u yoqdan bu yoqqa to'shiydi. Bu Swift shuning rolini o'ynaydi. 5. Swift dunyodagi eng muhim pul muomala uchuri yetkazish sutisi. 2022-yilda Swift'ning sistemasi o'ttira hisob bilan kuniga 50 million pul muomala uchurini bir taraf qildi. Bu pul 50 million degan davlat o'ttirga bo'lgan. Hozir 2000 o'ttir bir 10 dollar avvatlik mush orqali mush uchur bo'ldi. Bu uchur bo'lishga bank uqmaydi nimaligini. Dunyodagi ko'p sondagi banklar Swift orqali hisobotni aniqlash va rostchut qilish uchurini pulni uchurni yetkazadi. 200 dan ortiq davlat va rayondagi 11 mingdan ortiq banklar pul muomala apparatini Swift sistemasiga qo'shilgan. Buning ichida ko'p sondagi Xitoy banklari bor. Ular ham uchurni mishaga oqirib shu bank xuddi shu burungi pochtaxona ichiga akasangiz bo'ldi. Faqat mulozimlar. Bu boshqa nimalar xatning mazmuni nima? Qayerdan ular bilan hech qanday chatlig'i yo'q buning. Qo'shiydi. Swift banklar ora kasb ijivitish sistemasi. Dollar emas, xalq puli, yevro, Yaponiya, yeni qatorliq pullarning rostchut qilish hisobotini aniqlashdagi ko'pinchisi bu sistema orqali uchraydi. Yevropa shu orqali qildimi shu. Hozir bu yevroni qabul qildi, Yaponiyani qabul qildi, bir necha dollar qildi. Xitoyning xalq puli chegara olib chiqib qilish sistemasi Swift orqali ish qildi. Bu bo'lmas qilolmaydi. Xuddi qo'shgan bo'lmaydi. Qanday qiladi burun shunga o'xshash gap. 6. Swift sistemasidan chiqarib etilsa qanday bo'ladi? Kasb nuqtadan qaraganda agar bir davlatning bankasi Swift sistemasidan chiqarib etilsa, uning chegara olgan kasbi noyati cho'ng ta'sirga uchraydi. Aeroplanlar pulni to'shsangiz bo'ladi. Bu dunyo savdosi zich bog'langan mablag'ning chegara halqigan yutkilishi ko'p bo'layotgan bugungi kunda tashqi mablag' aloqa qilish yo'lini uzib tashlaganga barobar. Chunki barliq banklar degidek bu sistemni ishlatadi. Masalan, siz bir yilda bo'ling. Yilda agar masalan pochta bo'lmasa qanday qilasiz? Shu pochta xitingizni ko'tarib shaharga akirsin, yon bir yomsa qo'shningizning uyiga olib bersangiz bo'ladi. Shunda boshqa amal yo'q. Do'stlar avatsangiz bo'ldi, bir do'stingiz mangsa, "Ey, men xatni berib qo'yay" deysiz. Bo'lganga shu ahol chiqib qolsa. Masalan, Amerika, Yevropa İttifaq Komiteti, Germaniya, Fransiya, Angliya, Italiya, Kanada rahbarlari Rossiyaning 10 bankasini Swift sistemasidan chiqardi. Bu 10 bankning mulki Rossiya banka kasbiy umum mulkining 80%ni egallaydi. Rossiyaning trillion dollarlik savdo uchun ishlatilgan Swift sistemasidan chiqarib etilishi uning iqtisodiga qattiq zarba berdi. Hozir Rossiya iqtisod asos faoliyatga tushib qoldi. Chunki bu banklar Swift sistemasi orqali chet el banklari bilan savdo qila olmaydi. Sababi Swift sistemasi dollar bilan yevroni xalqaro savdoda rostchut puli asos qiladi. 70%ni egallaydi. Swift'mişe. Ben muşunun bilen çatma şekilde sözledim, ixtisas to'xtadim. Gayyalar ben bilmem. Sizlarga men bu bankning mulozimat yumshoq detalini uzun yil loyigan, buni materiallarni to'liq o'zim qiziq o'qigan. Shuni men eng bu sohalarga kirgan kasblarni mush qilib, mush patalg'ular meni shunda qiynab ketgan mening uchun. Bu tushunmasiniz, bir bilan yaxshi loyihalanmaysiz. Kodlar direktor kelib sizga tushunma, qiynalib shuncha qiyinchilikqa uchgan, o'rganib, bu banklar boshqa savolinglar bo'lsa-mu, bir savol bo'lsa yezib bermayman, bu sizlarga bir umumiy bank sohasidagi bir qisqa tushuntirish bo'lib qolsin dedim. Boshda kirganlar zerikmay anglanglar. Imkoniyat bir chiqdim anglasanglar, Muşu bir ixtisas sohasida bir leksiyani anglaganda xeyli jiq bilimlarga tushunib qolsizlar. Xitoy, Amerika, Yevropa o'rtasidagi iqtisod urushining jon tomiri asli jang ketib qolgan nalikini bilasizlar. Qolgan uchur keldi, Mehmet keldi, Xi Jinping keldi, Biden keldi deganlar bular holat. Bular qo'yib
Holat. Palonchi endi shirkatni joylabdi, malon shirkat cheklabdi deganlarmi? Endi bunda qarmoqqa faqat bir xabar. Nima u cheklasa, nima uchun ta'sir ko'rsatdi? Hozir quyosh sistemasi hozir eng ilg'or setib olganda, energiyada dunyo to'lishyapti. Energiya qachon yana bir 10 yilga tok ishlatmasligimiz mumkin. Butunlay quyosh degan tugmas butunlay energiyada hozir mana bir yil boshida soatlarni kelay yilda Amerikada quyosh nurini 24 soat akira oladigan bo'ldi. Qo'yapman deb, masalan, quyosh Amerikada kayni qilyapsa, uchibla quyosh boyaga mangayverdi. Chunki mavu hozirgi sunniy amrolar bir sotkaning ichida 20 mavu quyoshning chiqib tushganligini 24 qatim ko'ra oladi. Ishtiqligida. Shu quyoshimizda akilaverganga havo tutsin akildi. Pichi bo'lsa quyosh akilaverganga energiya masalasi dunyo. Bu sxema manda anaqa eynakka sho'lisini tushirish orqali mana to'shimdi ya. Hozir har xil bu kitib bordi, aynak tushirish, hozir asosiyliqi nurni aynak tushirish, bitta qilish akilyotdi-ku uningga. Hozir malarning yaqiniga qarab nima qilsam, bu ashuyliqi raqamlash bitib bordi. Nurni raqamlashtiradi. Nurni raqamlashtirgan-ku, raqamlashgan narsa degan hech nimaga chatqi yo'qda. Nur degan ro'ni raqamlashtirsa hech nimaga sizningki bulat bormi, bulut yo'qmi, hech nima yo'qda. Bu yomon taraqi kilajili Mavu nimini aş doğruluk birinci satellite'ni kilajil buldu. Bir yıl jinni ahırgacha qo'yib berganligini his qilasiz. Birinci sınaş başlaydi. O shunda sınashdi degan so'z butun dunyo shunga egilib ketdi. Elektr stansiyalarning nurg'unlari vayron bo'lishga boshlaydi. Taraqqiyot bektil, yomon tez. Ahli iqtidor to'g'riliq tushib ketsak, buningdagi bo'lgan taraqqiyotga odamni cho'chitdi, aqlingiz hayron qoladi. Mush bo'libmish smartfon kelgandan keyin, aqlli telefon kelgandan keyinki bak ichilib ketdi. Yomon. Birovlarda tarixdan qarasangiz, ilm fan bundoq asta taraqqiyot kelgan. Hozir mushundaqli chiqib ketdi. Chiqib ketib borgan gapda hozir. Mana şun məşədə toxtayman bugün. Köp rahmat. Endi bu texniklik nurg'un yerlar haqiqatan imkoniyat bor. Misollarni mush oddiylaştırib, mush qilib shunda tirishib baxtni buni oddiylashtirish uchun tushunish uchun. Nima bo'ldi? Qiyinchilik bor. Oddiylashibdi zaten. Singishlik bo'libdi. Chiqazim anaqa chaynab bergan yerlar yomon chiqqan haqiqatan. Shunga ehtiyojimiz bor ekan. Bir qancha dehqonchi savol chiqdi kallamda. Biri Amerikaningki nima dollarninki dunyo savdo pivotininki zakaz puliga aylanganligini sabablarini tushunib yetdik-da. Endi hozirga qadar faqat uningki boshqa bir o'rniki, uning o'rnini bosadigan birisi yo'q, deyildi. Mavjud ehtimolliklarga qarab. Xitoyning mavi Amerika bilan aqlli talashayotganligi, dunyoga yangi sistemani men belgilayman bundan keyin deb o'rin talashayotganlikdek bunday bir vaziyat bor. Bundoq bir avvallasida Xitoy kelgusida yenni dollarni o'rniga qo'ya oladigan bir kuchga haliga kelalish ehtimoli qanchalik sizcha? 0. Masalanga oldingi yillarda Xitoy xeyli ko'nilib ketgan, voy dunyoning pul oldi eng davron surgan vaqtda 3% ga egallagan. Bir qancha davlatlar Eronmi bog'o demişan ishida. Eron davlatlar bevosita yuanga tijorat qilganlik to'g'risida xabarlar bo'layotgan. Oldin men dedim-ku, bir davlat qarang, sizning pulingiz dunyo puli, hozir o dunyoning yuan emas, dunyoda so'zda ishlatilgan pul bo'lish uchun siz ikki sabab bo'ling. Birinchi, sizning şu davlatingizga xalq o'zi shu pulni, shu birinchi pul qilib saqlasa bo'ladi. Xitoy qo'yib, Xitoy hargiz xalqaro bankini Xitoy qo'yg'izmaydi. Masalan, Shanxay Beijingni bir xalqaro bankini ichibsa, Xitoy butun bankini ashab qo'ydi. Hargiz xalqaro pulga aylantirolmaydi uni. Shu xalqi o'zi pulni uni qadrlamaydi. Yo'q, u pulning turaqligi yo'q. Ikkinchi, siyosiy Xitoyning muqim emas. O'zgarib turadigan siyosat. Bir siyosat davlat o'zgardi degan so'z, masalan, hozir Suriyada og'dirdi.
ağdırıldımı? Bütün neç yılı azat devirke Koran, yalak bal, hemminimize tüyde yok. Bulan talan uçur. Xitay ulan ki Xitay üzümü Xitay'nın qancha bir 2000 neç tonlu altını başı altını Amerika saklaydı. Hem devletler bu Amerika'yla bir hücum uçurmaydigan devletçi bir xatarga. Arabistonlar bütün pulunu mesela Suriye'deki mesela azatla kaçtı. Kaçkan bile aşağı devlet olsa onun pulu baş Kuveytler hem paylar özünün pulunu altın kılmış Amerika zapas. Amerika'nın acı Virginia'ya basın dünyanın altını saklaydıgan sıkılat var. Şuyaga koydu. Hem o kesakta çoğun küçük kesak kuyup aşında çıkıdı. Gavaktır ma devletler a devlet soğudu kesa okey, manıga 100 milyon dollar olsa, ondan 100 milyon dollarga mançile kesak ketdi dep, ma kesakni manın nim ambirda ana ambirga yutkaydi. Kış reklam işletildiğinde Kış dindan meta kış qilib qoladi. Aşında qildi Xitoyning uningdiki hozir Xitoyning iqtisodiy intan hozir shirkat va iliq oldingi yillari bo'lgan 4-5 yil burun bo'lgan krediti butunlay vayron bo'ldi. Ama siz ve sizga o'xshashmada cho'nqur tadqiq qilgan, izlanganlarga nisbatan u ashundaq uchurlardan shuni jo'g'laydi ekansizda. Lekin mana bu xabar yuzlariga qarasak, medialarda yoki sotsial mediada yoki Xitoyning tashviqotlariga diqqat qilsak, toza gullanayotgandek, dunyodagi eng yangi texnikalarni shu ta'minlayotgandek, mashinasozlik, elektr, mana shu quyosh taxtasi qatorliq hamma sohalarda nega qarasak Xitoyning mili chiqadida qo'limizga. Bu avvalo sizlarda uning vayron bo'lishi bilan to'xtab turing. orasida bir uzuklik bor-da. To'g'ri deysiz, uzugi bor. Bu uzukning sababi bu Xitoy unum chiqyotganda Chiqyotdi. Xitoy manufacturing ishlab chiqarish zavodi. Ishlab chiqarish zavodi hech qachon egisi bo'lmaydi. Egisi loyihachi, mablag'chi bo'ldi. Xitoyda masalan butun kompyuter, Xitoyda shu 1 milliarddan yuqori kompyuter bor. Buning yumshoq detali hammasi Amerikaning. To'g'rimi? Ular Amerika loyihalab bergan yiliqnimalarni qurashtirdi. Albatta emgak kuchi azon, masalan mishad azon do'konlar bor, qo'y maykalar yana bor, qalam, kiyim osqo'sh, mushundaq butulka, nurg'un xalqning kunlik turmush ishlagan narsalarni plastinka, loy, simot, nurg'un narsalarni Xitoy uni ishlaydi. Lekin u Xitoy qoldigan foydasi noit azon. Buni yetaklig'ichi shirkat mana yumshoq detali boshqarish chetdan qo'lda. Xitoyning qo'lida oz. Shuning uchun chetdan bir mablag'ni achib ketsa Xitoy gangrabla qoladi. Polatni Xitoy ishlay oladi. Polat degan tuan texnikalik mahsulot kiradi. Lekin masalan Xitoy polatni ishlaydi, masalan paraxodga ishlaydigan polatni, aviamatga ishlaydigan polatni ishlay olmaydi. Uni Amerikada oladi. Hindistonga, Amerikaga, Xitoyga cheklaydi. Manda yuqori darajalik polatlarni ishlamaydi, tuan darajalik texnikani ishlaydi. Uningki eng muhimi shu bir Xitoyni endi nurg'un siyosatchilar chiqib so'zlab qo'ydi. Xitoyni tuan bahoda qilaylik, Xitoy bilan munosabatni yaxshi qilaylik umum deydi. Lekin umumiy davlatning siyosatini tadqiq qilishga to'g'ri keldi. Nimani cheklayotdi, nimishga cheklaydi. Masalan, quyosh sistemini burun qo'yib bergan. Quyosh taxtini hozir cheklayotdi. Yevropaning 91 quyosh taxtisi o'sha Xitoydan kelganki. Yevropada buningga tekshirish ilib bordi degan yomon ig'ir dünya soğutda cumhuriyeti kartızımlık tekşir ilip bir elbette çıkandıkıyla yak bunu kitapla Japon, Avrupa ve kuyaş taksıga işgüzellik etse başını koyuverse kuyaş taksını kırgızlanmaydı. O vakti Avrupa üzünü kuyaş taksısı elden toktaydı. Aynı akındaki Xitay şirketi veyran bulundu. O sağladı ba. Bulup mu Xitay sağladık etseniz biz 50. yılları ki 60 netçin yılları orta mektepte okunuyor. 76. yılı orta mektepten tutladım. 70. orta mektep kirgan. Shu vaqtlardami nima Jungo dunyoning eng Amerikani besib o'tkazmas deb to'latdik. Ve shu vaqtlarda bir sunniy hamroh qo'yib bergan xuddi butun dunyo sumriyasini oldiga yetib bergan. Xitoyda doim mushunda tashviqot bo'ldi. Qachon Xitoyning ichiga kirsangiz, qachon qarasangiz mush ilg'or ketib qolgan. Masalan kichkina bir
Maşinni yasmı dünyanın olduğu çıktı devatkan bütün bu sistem şundaq bir tutaş haqiqat bulmagan aşında siyasetni içinde yaşap keldik ko şundaq yalgan söz bilan çunqulda xalqni şunun bilan aldaydı ilhamlandırdı emas. Ya iliq bir gap bor, yalgan gap haq ishonchli yalgan gap emas deydi. Xitoylarda. To'g'rimi? Iliq Huangyan, 人民相信就不是谎言deydi. Iliq Mao Zedong yalgan gap agar xalq ishonib o yalgan gap emas deydi. Shuni gapirdi xalq orada. O devletler Xitayning a'zam millidan qaqshaydi ekan, misol siyosatchilar. Lekin tamojna bejini oshirdik deb turib, yana yo'l qo'ydi ekan. Ma a'zam bo'lgan ekan, shuni olay deb ep ketadi ekan hamda. Amaliyotda uzoq musofirlik qilgan vaqtimizda ba'zan vatanda ba'zan voqealiklar borda, masalan, Navoiyning voqealigi. Bütün ailemizde hammalarning ketigidek to'nov bo'ldi. O'zimiz yo'qotdik. Keyin Navoiyni olib ketib, bizdan azan to'xtab ketdi-da, undan issiq, yangi yaratgan bo'lgan ekan, qo'ya bo'ldi deb to'novlarimizdan voz kechgandan keyin nonning puli bahosini o'sib ketdi. Masalan. Undan keyin majbur qoldik, to'nov yo'q. Navoiyning qo'liga qarab qoldik yani. Non desak, Navoiy bo'lmasa, non yemaydigan bo'lib qoldik-da. Ashuningdek, uzoq musofirlik nimaga qarg'an vaqtimizda Xitoyning hozirgi a'zam milliga yoki boshqa narsalarga oldinish orqali bu yo'l qo'yish hisobida kelgusida Xitoyga muhtoj qolgan avval qolib qolishi cheksiz endi. O'tganda masalan Moskva nimasida Xitoyga majbur qoldi. Shu chog'da shu nurg'un narsalar o'tirib chiqdi. Azan texniklar, oddiy texniklarga Xitoyga muhtoj ekan degan hammadan bilib ketdi. Bunda voz kecholmaydi ya o'zi bijmi qilolmaydi degan bir gap bo'lgan Uyg'urchada. Ashunda bir vaziyat endi bu. To'ksam ochiq, to'ksam tatliq, issam ochiq degan. Ha. Endi gapcha qarang, bu qarang. Bu davlatlarning cheklimizda masalan bu kiyim-kechak, mandaq mallardan keladigan foyda oz. Endi bundaq mayga masalan Amerikami nurg'un azam bahoni muhtoj ekildi. Xitoyning bir alayligi bor. Masalan Xitoy xalqini qanchalik izolaydi. Masalan bir popaykini deyli. Popayka Xitoyda masalan masalan $10 yasaldi. Maaş chiqim kirib, hammasi maaş masalan bir maaş $10, $6 haqi ish haqi ketdi, $4 zavod haqi $10 akeldi. Endi Amerikaga akilib $15 sotdi. $5 payda qoldi dedi. Lekin Amerika bu malga ehtiyoj haqlar hamma haq boy emas, ham goy haqlar nurg'un odamlar qanchalik a'zam bo'lsa kelib ketsam deydi. Amerika bajni shunda o'stirdi. Masalan bu $10 Amerikaga kelganda Amerika masalan 20% baj qo'ydi. Shuning bilan Amerika kirgichi bu $12 ga aylandi. $15 sotsa, o Xitoy $3 paydalar. Endi Amerika buni masalan 50% deb qo'yaydi. 50% qilsa $10 Amerika kirganda $15 ga aylandi. To'g'rimi? Xitoy $15 ga sotsa, bu yerda hech qanday payda yo'q. Xitoy yana qanday qildi bo'lsangiz Xitoy ishchilarga $6 ni maosh bergan bo'lsa, zavod $5 ga tushirdi. To'g'rimi? Shunda malning tanarqi $10 dan $9 ga tushdi. Shunda ani qilib men yana $1 yeydi, payda yeydi. Masalan Amerika buni 17 yani 70% o'stirdi desangiz, o eng oxir Amerikaga kelganda $10'lik narsa $17 ga chiqdi. $15 ni tatsa cho'qim ziyon. Buni qanday qildi? Aşıp Amerika qo'ygan bajni maoshdan keyin maoshni $3 dan bermayman, ishlasang ishla, ishlamasang ket $2 dan beraman deydi. Hozir shu bo'lyapti. Oliy maktabni putlagan o'quvchilar osh to'shadigan ishni topolmayapti.
Xitay ahirligi umi eng oxir bo'lamagan ekan vayron bo'ldi. Va mulk, uy mulk korxonalari, uy mulk korxonalarini hozir uylarni Xitoydagi uyni Xitoyda hozir 1,5 milliard odam bor. To'g'rimi? Xitoydagi uyning soni 3 milliard odam o'tdag'idek uy bor ekan. Şu uyning bahası zo'r tushirib, hozir masalan Arshanda ikkinchi shaharlarda yiliqi xalqlar bozorsa ash uyni olsang sana bekor berman deydi. Buningdagi pulni to'lab olsang bo'ldi deydi. Shundoq tushib ketadi. Bu azam mallar masalan ko'ynak, mayka, mandaq qalam, mandaq birimlarni chiqirdi. Bunda banklarda Amerikaning bak bosh qo'yib ketmaydi bularga. Bular cho'ng ishni hal qilmaydi, lekin Amerika xalqining turmushiga osonlik yaratadi. Bir davlatning eng muhimi shu davlatninki turmushi qanday qilish. Masalan, Makkaga borsam, Makkaning ichida shu jami namozning 80% Xitoy ishlaganki. To'g'rimi? Turk bir boshqa Xitoy ishlamaganini izlab, orang bir yerdan bir Turkiyani ishlagan topdi. Lekin u bolalarcha desangiz, ulardan kirgan kirim hukumatning umum iqtisodini ilgari surishga, nim qilishga yetaklamaydi. Chet elning mablag'i yetaklaydi. Chet elning texnikasi yetaklaydi. Texnika bo'lsa, ilg'or bo'lsa shu ma'noda. Hozir masalan quyosh taxtini Xitoyning qilayotgani hozir bir saviya tuvan. Masalan, Yevropalar Xitoy taxtini bojni ko'tarib kelib qolsa, ular quyosh taxtini o'zida ishlab ketsa, sunniy bilan o'zini qilib ketsa, Xitoy quyosh taxtini orilib ketsa, Yevropadagi kirimining oz deganda 20% yo'qaydi. 20% yo'qadigan bir iqtisod bir davlat uchun yomon cho'ng vayronchilikqa aytildi. Aniki Xitoylarning men so'zlab o'tgandim, mandaq narsani almashtirishchanligi, Xitoyning nurg'un narsani almashtirishchanligi oson. Xitoyda sen ishlamasang, men olma, Xitoy yomon qimmat taraf sotaman deydi. Qimmat sotsang olmayman, buni sen ishlamasang men Hindistonda olaman deyverdi. Malayziyadan olma, Filippindan olma, Kambodjalardan olsa, Vyetnamdan olsa, Vyetnamning moli Xitoydan oldi. Vyetnamni Xitoyda Xitoyning tanarqi o'sib ketdi. Xitoydan azad. Shu ashqada Amerikada qirsangiz Vyetnamni, Filippinning, Mushanning mollari, Kambodjaning mollari ko'p shunda ko'paydi. Kiyim-kechak, mayka, oyoq. Amerika shirkatlari ishlagan Vyetnam upada shirkatni masalan Nike, juguraydigan kiydigan oyoq. Ben şunu kiyime çünkü putku yaş olmadan şu putku naiti yaxşı. Onu işleyenle karşılar, Amerika işleyenle karşılar. Nike Amerika'nın şirketi, Vietnam'da işliyor. Zavut Vietnam'da. Başta o ki. Bugün dairim bekken. Ne oldu ya? Bugün zaten. Bana akşam, Nurgul'a akşam uflap kaldı bu cereyanda. Anlanla. Birini ügünün laylıkın. Adı toyda, motorda Xudayım var, Suriye toğurluk, muşu püstün, WhatsApp'ta sözünü, emniyet işkanda bir mezmun yok uyada. Ya bir Erbil, Uygurlar meyedin kepti, eyedin gitti diyen bir konkret uçuru yok. Mançılık sanı var, diyenler yok. Bir neçe adam gayla burun, nimede Malaysiyadan bağa Uygurlar, Filipin, Türkiye'den şu yerlerden bağlar. Kandak bir konkret, nereden ne ketken diyen bir konkret uçurlar yok. Hemmisi özünün peres. Özünün pereslerin sözlavatı da hiyali. Ben mi çıkıp vardı sözden bir saat sözlüydü mü? Özünün peresleri. Şu aşka ben sizge de koygunum ki adam manımla bahsettik. Bak körümen dostlarımızdan bir sual çıktı. Obdan sualken ben onun aldığı bir sual unutup kalmak için soru olay. Bayatınlıkı dollarını leyleme pul emas, yani muqim turduğun bir hususiyeti var diyen şekilde izahat verildi o. Aldı da şundaq dey. Hazır leyli pulu mu? O mu hazır tuturgan boldu? Dünyada hemen pul leyli. Aslında dollar bir işkin dünya uruşuyor, dollar muqim pulu olgan. Keyin Amerika uni deyman ziyon tatket. Bu bulmaydi 6 dollar emas, azayıp ketayotgan bu bulmaydiganmi deb uni hammani leyli pul qilyapti. Hammasi leyli. Dollar bilan yevroninki kunga chiqimini qarasangiz o'zgarib turdi. Hammasi leyli pul. Undaqda oltinning mi XPS bo'lib turishidan
qaraganda Albatta. demak jimlik pulla unda jonsiz jim turadigan emas, harakatli turadigan bo'ldimi? Hammasi nima jonsiz oltinmi nima kundan kun qarasangiz layla maldiki oltin olmas deydigan dukkan bor bizning. Nimani sotsang laylab turdi bahosiga. Hammasi u yerda so'zlashalaysiz. Va oltinga manchilik pul bermas, ya 10-chi yigit so'zlashalaysiz. Bular hozir turadigan, bunda turadigan narsa yo'q. Masalan, Amerikaning harbiy ilg'or qurollari F-15 quraqlari ular Amerika birla baho chiqdi, olsang olmasan ketdi deydi. Ular o'xshamaydi. Neftning bahosini kundan kunga o'zgarib turdi. Neftning bahosi o'zgargandan butun xom ashyolarning bahosi o'zgarib ketadi. U bu Xitoy virusining oldidagi bahoni bir qatim virus bahonasidan ham o'rlitib, shundan keyin keyingi hech yonmadi siltirabdi mashinami? Hamiyatda chunki virus baho chiqqan butun ishlab chiqarishlar to'xtab ketdi. Masalan, mashin desangiz, mashinninki shu vaqtda ishlab chiqarishlari intayin to'xtab ketdi. To'g'rimi? Mashina ishlab chiqarish zapchas yo'q. Hamma to'xtab ketgandan keyin mayada qolgan mashina oz. Ehtiyoj ta'minlashdan ustun bo'lib ketdi. Dunyo hamma narsa ehtiyoj bilan ta'minlash. Ehtiyoj yuqori bo'lganda, ta'minlash tuvan bo'lganda mol bahosi o'sadi. Ta'minlash yuqori bo'lib, ehtiyoj tuvan bo'lganda mol bahosi tushadi. Demak virus oxirlashgandan keyingi mushu muddat ichida daha ehtiyojni ta'minlaydigan ishlab chiqarish ehtiyojni bilan tamponish bo'lmayapti-da, ilgirki saviyaga kelib. Undan keyin mol bahosini shu o'sishiga nurg'un davlatlar maoshini o'stiradi. Masalan, Amerikada oddiy ko'chatga oshxona McDonald bilamsiz? Bog'i deymi? Bizdan bor. Oshxona. Shu vaqtlarda McDonald ishilsa 11-12 dollar beradi virusdan burun. Virusdan keyin hamma odam ketgan, ishlaydigan odam qolmay, hammasi ketgandan keyin bahosini 1 soat ishlaydigan 22 dollar berdi. 22 dollar berib bo'lgandan keyin haqiqatda 15 dollar bermansiz kim ishlaydi? Shundan baho maoshini o'stiribdi. O'stirayotgandan keyin qanday qildi u pul? Mal sotilgan bahoni o'stirdi. Yemak ichmakning bahosi pulni o'rnini topdi. Burun bir McDonald'ni bir Big Mac deymiz, birisini burun 2 dollar satqansa 3 dollar satadi. Maaş o'sgandan keyin, o'sgandan keyin xalq odatlandi buni. Shunda turqadi neft bahosi Arab o'tir Osiyo shu urushda arabliklar masalan bir munch ya'ni Gollan igizlar Gaza nurg'un yerlarni istira yo'qitib qo'ygan bilan arabliklar foyda topdi. Biroqli baho deganni 4-5 yashni o'stirayotgan gap. Shu o'stirayotgan bichi arab dunyo. Bo'lmasa uningdan burun o 70 burishni urish neft satgan arablar shu yalang'idoq jurdigan xalq deymi? Hech yo'q, yalang'idoq hech yo'q. Neftni pulda arang podshoh o'risini 4 xotinni arangni boqadigan vaqtlar deymi? Hozir arablar hammasi shu neft boy bo'lib ulazil 4 xotindan boshqa hech nima o'ylamaydi. Endi oraliqda 76% O'rta Sharqning nefti butun dunyo neft hisobsining 70% 80% yaqin oshadi ekan degan gap bo'ladi. Bizning vatanda mana jiqchiqida to'g'risida gap bo'lar, nima bor hamda xabarlar bor. U persentlarga yaqin kelmaydi yoki bu mushu statusdan sirti tutibdimi Xitoy? Ya, dunyo shu kirdi, lekin bizning vatandagi neftning zodi miqdori qanchalik uni Xitoy e'lon qilmaydi. Uqmaymiz. Men bir kuni deyman shu bizning vatandagi boyliqlarni hisoblasangiz ajoyib jiq. Shuni so'zlaylik anglaydigan odam bormi deymiz. Anglaydi hozir vatandagi chiqqan boyliqni, vatandagi boyliqlarni bir-birlab tunishtirib o'tib ketay. Bir kuni chiqib ajoyib yaxshi bo'ladi zaten. Chunki shu nimaning da'vosini qilyapmiz. Biz nima uchun shuning qon berishimiz kerak, jon berishimiz kerak, nima uchun shuni tatib olishimiz kerak? Xitoy nima uchun buni chaplashib oladi degan savollarga javob chiqadi-da ashanda. Har bir boyliqning, har bir chiqqan metalning qanchalik chiqadi bu metal masalan bir urinsak dunyoda eng tilishdigan seriq seriq to'pi demdik, kompyuter. U to'pi intayin oz chiqadi. Masalan, uning eng jihozi dunyoni shuni to'pi tavayotgan 70% shu to'pa bizning Sharq Turkistondan chiqadi. U bo'lmasa hech qanday kompyuter ishlanmaydi. Kompyuterning paraxodning butun inchikasi bilan chip ishlar, u bo'lmasa chip yo'q.
Hech nima kompyuter, mulozimat, uchar taqsa, hech nima bo'lmaydi u bo'lmasa. Xitoyning qo'li 70 Xitoy chiqdi deydi, 70% shu dunyoni ta'minlayotgan 70% shu bizning Sharq Turkistondan chiqadi. Bunun bir maxsus tema qilindi. Qilsak bo'ldi. Ma Ya do'st bir vaqtda sen iliq odam iliq bir mushta men hozir ishkiman davatman sizga mish 2 soat so'zladik 2 soatdan chiqarib. 100-150 soat vaqt tayyorlaydi. Albatta. Qanday og'lamdiganda degan bir gap chiqadi ekan-ku odam paydo. Ey mushuncha ajr qilimning qimmati bormi degan savol odamda paydo bo'ldi. Ya onu şu göher yatıdı sayda tanımasan ne payda. Şu tanıydıganlar, anlaydıganlar anlaydı da. Bir vahdimiz bundaq bir sual soraptı. Xitoy Amerika'nın en çoğun devlet zayımını kolu tutup doğuşa. Eğer koludaki zayımını bazar selivetse, dolarının kursu düşüp ketidi dep anlaydık. Muşu doğruluk azırak düşünce bergen bolsa depti. Yani Amerika'nın en çoğun zayımını Xitoy tutup doğuşa, Xitoyda depti de. Muşda şu bazar selivetse dolarının var. O degeni Xudayliq men Arab pulini hemen Amerika'nın zayımını aladı. Doğru mu? Çünkü o birden turaqlıq Amerika'nın zayımını aldınız degenligi söz Amerika hökumetinin ki bir təvəligini aldınız. Şu Amerika hökuməti sizni qoğudayını qıldı. Xitay Arab oxşamaydigan men avvaldan Xitayning tashqi perevodi 3200 milyard dollar. 2350 milyar. Bu dollar nerede deseniz Xitay şu Amerika'nın zayımını aladı. Xitayning deydigini biz bu zayımını muştal setibetsek Amerika'nın iqtisod biraz da çıkıp ketadi deydi. Mabalni davatgan gepi şu. Biraz da aşı zayımını Xitay aşı paychekni setibetse ayım çıkıp ketamdi deydi. O emas. Birinci siz masalanga men ma bir qog'ozni tashlasam, bir to'pni tashlasangiz, uni oladigan odam bo'lsa bo'ldi. Birinchisi 200 milyard zayımını tashlasangiz kim oladi? Oladigan xayrida bo'lsa bo'ladi. Birinchi. İkinci, o zayımlar nurg'uni masalan 1 yillik, 5 yillik, 10 yillik, 20 yillik, 30 yillik zayımlar. Satanmaysiz. Satanmaysiz. Üçüncü, bu zayım Xitoydagi amaldorlarning jon tomiri. Bular bir ish bo'lib qolsa, qasdi mushning bilan jon boqadi. Butun 1 millionga cho'ng amaldorlarning o Xitoyning zayumi emas, o Xitoy amaldorlarining zayumi. Amerika to'ngiltib etmasmi? Xitoy qo'qidi, hammasi o'zim mening pulim to'ngiltib etgan bo'ldi deydi. Üçüncü, dördüncü, bu üçü asas nokta. Bu zayım Amerika'nın umumi meselenge Xitoyninki bunday 3,4 lira. Amerika'nın umumi devlet GDP'si hozir 30 trilyon. Ninki aran 8% egallaydi. Amerikaga cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Amerika cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Shu Amerika nim qilsan qildaydi. Birinchi oldigan odam yo'q. Men sotaman deysizmi? Masalan 3 trilyonni 500 milyar sotgan odam kim oladi? Qaysi davlat oladi? O zayımlı adam. İkinciden bu Amerika'nın miktarı bek çoğun. Bu zayım meselesi degen bir vaqtda onu degen zayımni müşta koydu haraplarmı? 1 yillik mesela uzunroq qursangiz persenti yuqoroq. Şunun qarab aladı. Şunun uchun uni Xitoylar o bizning qo'limizda atom bomba, mushtal qilsa Amerikan jon chiqarmas degan Xitoylarni ahmoq qiladigan ya Xitoyga bek ishinib ketgan Uyg'urlarni ahmoq qiladigan narsa. Yani bir devlet özünün kallasını ya putuna bağlap birdiğen bir narsani qaylab turib düşmandan qo'liga tutqizib qo'ymaydi da. Tutqizib qo'ymaydi. Hozir Xitoy o'zini Amerikaga bog'lab oldi. Masalan, hozir Rossiyaning 1 trillyondek dollardek Amerika zayımı bor. Bu da Amerika nimdadir Trump chiqsa, Trump chiqib Ukrayna urushini oyoqlashtirman deydi. Agar oyoqlashtirmasang, Ukraynaga yordam bermas, u yordam purini men sening zayımingdan beraman deydi. Rossiyaniki. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilsang, biz Tayvanga vaqtida bir necha kongressmenlar so'zladi. Tayvanga qilgan barliq bo'lgan chiqim
Hem kirimni senin müşahitki 3000 zayımından tutup ilip başlığı verimiz deydi. Bu siz xuddi masalanga g'uljilarning bog'i haqlardan necha yuz ming dollar pulni ilib g'uljidaymilar bizlar sharq turk necha million pulni ilib bermay yo pulni ilib olgan odam oningdan yo'g'on so'zlab ashta qilgan ishlar shunga o'xshash gap siz hozir pulingizni amerikaning qo'lida amerika qanday hajlaydi beramdi bermas amerikaning qo'lida bu Yevropada mashinalarningki sug'urtasi borchu majbur bu sug'urtaga o'xshaydi ekan soqib o'tgan bo'lsang men to'layman lekin sendan olaman buni mashinalar haydaydigan bo'lsang masalan bir oyda normalda hech qanday voqea chiqarmagan bo'lsang sening bu mashinangga 100 euro to'laysiz bir joyda degan bo'lsa voqea chiqargan bo'lsang miqdoriga qarab turib 200 300 400 500 euro qadar ko'taruvdi ko'taruvdi amerikada shundoq sug'urtani biz to'laymiz masalanga chiqimiz mashina chiqsa vaqtida bir qatim bo'lgan 40 ming 50 ming dollar qancha bo'lsa olaverdi to'lab yetadi lekin sizning nimansa haslab o'stirib yetadi har oy to'laydigan pulingiz ya'ni 5-6 yilga pulni hamini yondirib oldi shunaqa qildi ekan o'ylab amerikada to'laydigan odamlar shundacha u voqea bo'lgan mashinaga nisbatan aytganda u trillion dollar kirdi uning 10%ni o'ziga foyda qolsin degan necha yuz million dollar emas demak amerikaning tutgan yo'li eslatdi hozir xayr bo'libdi unda bo'lsa uzrab ketdimi bu programmani 3 soat kuzatib qoldik bek jiq tafsili nima qilibsizchu o'zinibsiz bu nima uzun ekan men shu programmani bo'lib o'tmay deb so'zingizni bo'lib o'tmay deb men savolni oz so'rashga erishdim oldimiz fursatda inshaalloh yana ko'rishamiz bu da bo'ldi Əmsə Xudayın boşlaydı Şərq Türkistanın baylığı to'g'riliq suhbatga chiqamiz. Yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, ma'qullar, xo'shamizlar. Siz boshlab qo'ygan yana boshqa programmalar hammasiga taqozo. Muborak bo'lsin. Birga bo'lsin, rahmat. Bo'ldi. Program ishga qadar bo'ldi, aziz do'stlar. Qarindoshlarga, vatandoshlarga tavsiya qilib qo'yasizlar. Talab, fikr, tanqid, tarbiyalar bo'lsa, inkas shaklida yoki bizga boshqa uchurlar shaklida inshaalloh qimmatlantirishga tirishamiz. Me'lan vatanimizning, xalqimizning xizmati deb qilayotgandan keyin Alloh bergan ilhominglardagi fikr, imkoslarni qoldirsanglar, albatta me'lan tang manfaatdor bo'lasiz. Bo'ldi, aman bo'linglar, kelar qator ko'rishamiz. Assalomu alaykum.